Yur muhabbat bog'lariga yur. Qo'lingni ber. Bo'lamiz tanho. Mani o'ylab shirin xayol sur. Ishon. Baxtli bo'lamiz Laylo. Laylo. Boshqachasan-da. Seni boshqacha sevaman. Seni takoy yaxshi sevaman ishon. Futbolkamga e'tibor berma. Yaxshi niyatda havas qilib kiyib oldim-da. Xudo xolisa. Xonsaroyi muhabbat shahri loyihasidan sen uchun uyamoqchiman. Ikkalamiz kayf qilib yashaymiz. Xolasang, oyingni ham olib kel. Oying bilan ham birga yashayveramiz. Laylo. Seni ko'zlaring, seni qarashlaring, seni qo'shimjo'nikan deb erkalashlaring meni kompot qiladi devoro. Men bir g'arib cho'pon bolaga erga tayarmikinsan? Lekin men albatta senga erishaman Laylo. Sen menikisan. Men seni sevaman. Sevaman Laylo. Sevaman. Agar ishqimni desang qaylarga qochay Laylo. Jon Laylo. Assalomu alaykum otaxon. Va alaykum assalom. Voy dod! Mencha yuzida nuri ko'p bola. Voy asal bola, shirin bola, toy bola. Dechi? Voy nechta ma'no bor asha harfingda ham. Puling ko'p xushbichim bolaga o'xshaysan. Jon o'g'lim, 1 so'm pulim yo'q. Tinkam quridi, qornim och, quyosh qara issiqdi. Sendan bitta narsa so'rayman, jon o'g'lim. Bo'ldi, otaxon, mana. Nima qilyapsan, jon o'g'lim? Men senga tilamchimidim? No, jon o'g'lim. Nimami? Yuzlarida nurim bor bolam. Mashinangda video registratoring yo'qmidi? Yo'q edi otaxon. Yo'qmidi? Muncha baxtliman. Shukr, rahmat. Qani ilohim, bir duo qilib qo'ying. Mushkullaring oson bo'lsin, faqat yuraverma. O'g'lim, o'zingga yaxshi bo'ladi, yuraverma, xo'pmi? Yo'llaring ochiq bo'lsin. Voy dod, meni urishdi. Yebla. Xola, charchadingizmi, o'tirib olibsiz? Nima qilay? Turib o'yinga tushaymi? Ro'zamisiz, ko'zamisiz? G'alati savol berarkansan sen bola. Shu ham savolmi? O'zi bir oyog'ini go'r tortib qo'ygan bo'lsa, shu yoshda uyat bo'lar, ro'za tutmasa u bola. Ro'zaman dey. Mana qara. Sen men prokurorga o'xshamagimcha savol berib so'roq qilasan. Barcha yo'q qolishingni qilar yo'da. Tutqin qursi. Kelin, tinch ekanmi? Tinchlik emas ekan. Tovus bo'layotgan ekan. Nima degani u? Bolaga kislorod yetishmayotgan ekan. Doktor aytdi, nerv siqmas ekanman. Voy, sizni doktoringizni abdi qursin. Nerv siqmang, tamom. Voy dod! Voy bu taksikoz degan baloqatdan chiqdi-ya. Voy 4 oydan beri go'shtni ta'mini unutib yubordim-a. Voy go'sht yesalar ko'ngillari aynib qusamushlar. Voy, biz qanaqa tuqqan ekanmiz-ya? Voy yiliga tapirlatib etigimizga tiqib qo'yardi, etigimizga. Bu og'ziga kelinlarga faqat shu taksikoz og'zidan tushmaydi-ya. Har dalaga soladi-ya. Voy, mangina kelin olmay o'ling. Voy tug'miyam, o'l. Nima qilay? Ati qilmayapman-ku, hech ham go'sht yemayapman. Sizlar taksikozda nimalarni yeyolmagansizlar? Voy, assalomu alaykum. O'zimni asallarim, shakarlarim. Turqinglar qursin. Voy, shu desanglar. Hech kundan beri o'zimga kela olmayapman. Yuragim shu bir narsa shunaqa tirnayapti-da. Mana odamga g'animat ekan. Baribir qachondir o'lib ketar ekanmiz. Umrimiz davomida shu bilib bilmay do'st dushman o'zani xafa qilib qo'yar ekanmiz-da. Dilini og'ritib har xil so'zlar bilan, haqoratlar bilan. Vaqti kelib baribir kechirim so'rab qo'yish kerak ekan-da. O'shaning uchun men ham juda ko'p odam dilini og'ritganman. Bilasizlar, tilim yomon, xarakterim chatoq.
Men shu fursatdan foydalanib, jamiki mana shu men xafa qilib qo'ygan insonlardan hozir kechirim so'rayman. Kechirim so'rayman. Yoqmay qolsin. Xafa qilgan bo'lsam-chi, telefoniga yarasha xafa qilganman, tushundingmi? Hozir Sharafat bizdan uzr so'raydi deb o'tiruvdilaring-da. Yepsanlar. O'lsam ham uzr so'ramayman, xommim. Xafa qilgan bo'lsam, ajab qilganman-da. Oyog'im tagidan chiqmalaring. Betingga tupurib yuboraman, xommi? Men o'zimdan o'zim birovni xafa qilmayman. Tag'in uzr so'ramishman. Mani chestim pozolat qilmaydi. Bundoq qaraganda-chi, sanlar ham boring yaxshi. Nega degin? Bo'lmasa kim bilan o'chishamiz? Turibmi ko'rsin sendagi dushmanlarni. Bo'pti, tur yo'qol. Sanlarga ham vaqtimni ketqizamanmi? Esiz 1 minut vaqtim. Jalga ketdi. Kuchalar Aydın kuchalar buncha ham go'zalsiz Aydın kuchalar. Şimdi qo'ygan, kirib qolgan. Voy tag'in. Voy, yog'iga o'shib ketmas ekan. Oyjon, Ha? Hakim boqimnikida rosa beshik to'y bo'lyapti. Siz nimaga chiqmayapsiz? Ha. Shu pastkiga chiqib sasib ketgan qovurdog'ini yemasam yo'q, kelin. Nega unaqa deyapsiz, Oyjon? Kelin olganda ham qovurdog'ini yeb qo'yib, bir hafta atraliniya bo'lib yotganman. Qudalari pastki. Voy, Oyjon, Hakim opa hech qanaqa beshuv olmabdilar qudalardan. Hammasini o'zlari qilibdilar. Menga aytdilar, anaqa hamma ham sizni qaynonangizga o'xshagan past emas, qudalarnikidan nima kelarkin deb poylab o'tirmaydi dedilar. Nima dedi? Shunaqa dedi. Voy, kelib mana shu sassumani gapirdimi? Sizga-ya? Lekin men ham Oyjon, hech ham bosh kelmadim. Men Oyjonimcha dedim. Siz tuqqaningizdan keyin kelin. Qudalarim obor bo'lib beshuv qovurdoq olib kelib yurmasin. O'zimni nevaramga tursigidan tortib paypog'igacha o'zim qilaman. Meni ko'zim to'q deb aytdilar dedim. To'ppa to'g'ri aytibsiz. Kelib mana shu sassup bo'lib şeydan gap yeb qolganingizda-chi, kuningizni ko'kka sovurardim, kelin. Men hozir chiqib kelay-yu, turq sovunikiga. Oyjon, faqat mendan eshitganingizni aytmang. Men sizga terpelamasdan, kelin. O'zim bilaman nima deyish. Men shu zubachiskani tiqaman hozir chiqib. Yes! Hilalarim ish berdi. Rostdan ham-de, nima meni uydagilarim qilish kerak? Nevara bularniki-yu. To'g'rimi? Kelinlar. Aka, bolam. Assalomu alaykum, oyi. Komosh qaytdi? Xotining ichkarida ish pishini qilayotgandir. Tinchlikmi, kayfiyating boshqacha, bir chamadon dollar topganga o'xshaysan. Ha, yo'q, qo'yaverasiz. Komosh nima qilsin? Idish yuvaman. Bo'ldi, qarochi, chemadonlaringni yig'ishtir, ketamiz. Qayerga ketamiz? Turkiyaga. Ikkalamiz 10 kun Turkiyada dam olib kelamiz, xotin. Rostdanmi? Aldamayapsizmi? Men seni birovni aldovmidim. Rostdan ikkalamiz ketamizmi? Ikkalamiz ketamiz deyapman senga. Kim qaq ketyapti endi? Oyi, keliningiz bilan 10 kunga Turkiyaga ketamiz dam olgani. Onani tashaba. Xohlasangiz yuring, sizni ham olib ketaman. Qo'ya, bolam, men tirishni bo'lib nima qilaman? O'zing xotining bilan borib mazza qilib aylanib kel. Hamma bu uyda qul bo'lsam, xotining bilan kelguninggacha shu uy ro'zg'or ishlarini qilib o'tirib turaman-de. Ona izora yaratmasin ekan-de. Bolam dedim-a. Ne g'amlarni yedim-a. Shu ona oxirida lishni bo'lib qolar ekan-de. Nima lishni bo'lasiz? Oyi, yuring, dam olib kelasiz biz bilan deyapman-ku. Qo'y bolam, meni yetilama, men bormayman baribir. Gapir sana. Rostdan ham yuravering, biz bilan aylanib kelasiz. Shu senga yo'q desam ham, shu kelinimga yo'q deya olmayman-de. Mayli bo'pti, bilet olmanga ham bolam. Erta ketamizmi? Chemadonlarimni yig'ing. Voy, ular qasing.
Turkiyani erkaklarcha suyuq oyog'i. Ko'rimsizroq kiyimlarim olib olaman. Voy Turkiyaga boramiz endi bolamni to'g'rida bir maza qilib keling. Onasi nima qanaqa jahl qilib dam olib kelinglar desam ham bir balo. Oyjon? Ha? Boshqa supurgi yo'qmi? Bu supurgiga nima qilibdi? Bizlarnikida boshqacha supurgi ishlatilardi. Sizlarnikida boshqacha ekan. Supurgining ham farqi bor ekanmi? Ay kelin. Labi oyjon. Chang ko'tarilyapti-da. Shunda hovliga 4 ta chelakda suv sepib boring. Sizlarnikida chelakda suv sepiladimi? Ha, nimada sepilish kerak? Bizlarnikida shlankada yuviladi. Yaxshi-da. Voy astag'firullah. Voy bu kelinga kimdir aytamikin, bo'ldi sen erga tegding, endi seni ushya deydigan odam bormikin? Yur beparasa. Hay bolam, bu o'tlarni shunda to'plaginda, ana qo'shnini moliga olib chiqib bersa, yeb oladi, xo'pmi? Oyjon? Ha? Sizlarnikida o'tni moli edimi? Ha, sizlarnikida odam edimi? Biz musliga tashlab yuboramiz demoqchi edim. Mana senga olam xonim. Voy bo'kkuningcha tiqib yeva. Oyjon? Ha? Nima qilibsiz? Voy qo'llarimni o'ynatib sayratib, xonim pishirdim kelinjonim. Go'shtsizmi? Ha? Nima edi? Bizlarnikida ko'p go'sht solinadi. Sizlarnikida go'shtsiz qilinadimi? Ha? Go'shtsiz qilinadi. Chunki biz vegetarianmiz. Siz ham bugundan boshlab go'shtni unuting hamma. Endi siz haqiqiy xonadoningiz mana shuna bo'ladi. Vegetarianlar oilasiga xush kelibsiz, kelinjonim. Endi men bir umr go'sht yemaymanmi? Oh. Az kichkina o'g'lim Satimboyni uylantirishim kerak-da. Yuragiga qo'l solamiz. Voy bolam, qayerga ketyapsan? Ko'chaga oy. Keyin borasan, ko'chaga o'tir, gap bor. Nimaga tinchlikmi? Ha, tinchlik o'tir. O'tir deganda o'tirsa. Nimaga? Endi bolam, yoshingni qara. Katta yigit bo'lib qolding. Uylanishing kerak. Sen tengi og'aylaringni qara, bolalar maktabga chiqyapti. Mana bir navara boqqim keladi. Bolalaringni shu tirikligimda katta qilgim keladi. O'shaning uchun uylan bolamda qo'yniga yoqadigan bo'lsa, sovchilikka boraman. Qo'ysangchi, yo'q, chiqma. Voy, bolam, onang ketmasa kimga aytasan? Yuragi kimgadir jizillagan bo'lsa, onam ash qilsa sevib qoldim desa, shunda sovchilikka borib rozi qilib kelaman, bolam. Aslida-chi? Bittasi bor. Yo'q, zamonani ketdi. Chiroyli bolamda. Ismi nima? Lobar. Lobar? O'zi ham lobargina qiz bo'lsa kerak. Qayerda turadi? Shu yerda. Atta o'sha yerda. Ha, qo'shnimiz qizi Lobar. Qo'shnimiz Lobar? Voy, men qutbinisa cho'loqni qizi Lobarmi? Seni kallang joydami? Kelib shu cho'loqni qizini sevib qoldingmi? Meni sharmanda qilib. Kelib shu cho'loqnikiga sochlikka chiqamanmi? Nima baqirasiz, oyi? Endi yuraydi. Sen yuragiga chiqing seni. To'qqiy qursin seni. Men aytgan qizga uylanasan, bo'lmasa xotin pating yo'q. Uylanmayman bo'lmasa. Bo'lmasa tog' otib ket uylanmasdan. Hushtatimgacha yur. Sevmay yur, yuragingga o't tushsin. Turqiginang qursin seni. Voy, kelib shu cho'loqnikiga sovchilikka chiqishim qoluvdi. Uylanmayman. Uylanmay yur. Chiqa. Turqing qursin. Voy yuragim. Voy yuragim. Hay kelin. Voy kelin. Voy Valerian kam katta edi ya. Oh. Voy uloqasin uzilib qoldi-yu. Voy, mana o'zi qilyapti. Alo. Ha, Hakima? O'zim aylanib ketdi, uzilib qoldi. Nima deb aytuvdim? Ha. Voy, menga bermasangiz kimga berasiz qizingizni, Hakima? Voy, turib qurbasin. Asoftab turing, o'tirib oling. Podrobno gaplashamiz. Ha. Endi aytmoqchi bo'lganim, Hakima.
Mani o'g'lim Satimboy, juda aqlli, esli hushli toparmangina bola. Voy, mani o'g'limga bersangiz adashmaysiz. Endi Moskvaga ketadigan bo'lsam, Hakima. Voy, mana men kelin churganimga 2 yil bo'layotgan bo'lsa, biron marta hali shu paytgacha kelinimni san demaganman, ishonasizmi? Burnidan oshib gapirmaganman. Voy, men hech narsa talab qilmayman. Voy, 11-12 gacha, abadgacha uxlayveradi, ishonasizmi? Voy, g'ing demayman. Voy, osh-ovqatni ham o'zim yugurib qilaman, kelindan talab qilmayman. Endi meni eshiting, Hakima deb. Mabodo qizingizni sog'inib qolsangiz har hafta. Voy, ana boring, har kuni ham jo'nataveraman, hammi. Voy, meni uyimda xizmatkorlar ishlaydi. Qo'lini issiq suv tugur, sovuq suvga ham urdirtirmayman, hammi. Menga shu eri bilan qo'sha qarib baxtli yashasa, bir etik nevaralar tug'ib bersa, mendan baxtli odam bormi, eting, Hakima? Endi o'zimni oilam haqida gapiradigan bo'lsam, bizning oilamizda 1 gram ham g'iybat yo'q. Voy, men tug'ilib dunyoga yaralinmanki, shu paytgacha inson zotini g'iybat qilmaganman. Inson zotini yomon demaganman, Hakima. Voy, menday joyga bersangiz, voy, menday qaynonasi bo'lsa, voy, bu baxt-ku qizingizga baxt. Shu odam qaloqib qo'rqmasdan. Bo'pti, unda ertaga boramiz eshigingizni supurgan pulchilikka. Bo'pti, mayli, sog' bo'ling. Bo'pti, Hakima. Iloyim, joylaringiz jannatdan bo'lsin, oyijon. Aytganingiz kelsin. Boring, endi ovqatingizni qiling. Voy. Bo'g'ozing dedi. Voy, menga g'azib o'lim tiladimi? Voy, g'ozingdan qoningiz. Ha, keling. Hay kelin. Hamma narsanizga bitta-bitta aytish kerakmi? Qani dasturxonda? Choy qani, suv choy qani, qalampir qani? Mana oyijon, hozir. Hay, qalampirni qo'lga berib bo'lmaydi, kelin. Qo'ying dasturxonga. Nega oyijon? O'zi qayni kelin bir-birimizni sevamiz. Tag'in qaynonasi kelinini so'yib qo'yibdi deb Telegram kanallarga tarqab ketmaylu? Tavba deng oyijon. To'ydim. Hay, men pichoqni kim dasturxonga qo'ydi? Men? Pichoqga, pichoq bormi, kelin? Pichoq duoni kesadi-yu. Shuni ham bilmaysiz-a? Voy, bu hozir kelib baloni ham bilmaydi. Bu metabolizmdan aziyat chekdim-a. Hay kelin, nima qilasiz? Ha, oyijon, hozir kirib uxlayman. Ha, qozonning ichiga suv solib, qopqog'ini yopib qo'ying, ha. Nega? Kechqurun shayton siyib ketadi-ku bo'lmasa. Voy. Voy. Hay kelin. Voy kelin. Labi oyijon. Nega sipirga tikka turibdi? Ha, podezlarni sipiruvdim. Hop, sipirishga sipiribsiz. Palakat qilib demay tikka qilib qo'ydingiz. Bilmabman oyijon. Yotqizib qo'ying. Keyin bittasini yulib oling. Palakatni kesing. Lalay turmasdan yulib oling. Shunda palakat kesildimi? Voy, oyog'im. Ay, nima qilyapsiz, kelin? Ha, oyijon, surib kesyapman. Ha, faqat qachini og'zi ochiq qolib ketmasin, hammi? Yana nega? Qayningiz o'lib qoladi. Agar shu irim-sirim rost bo'lsa, hamma kelinlarning orzusi-ku bu. Tegilmasin. Assalomu alaykum, o'zim asallarim, shakallarim. Voy, turqinglar qursin. Endi mana deyarli yoz keldi. Odamzodda har xil noxushliklar chiqishi boshlaydi. Tabiat qonunidek qo'lto'larni tegi sasiydi, bijiydi. Ayniqsa bu avtobus metroda yurib bo'lmayapti-yu, bu sasuvlar dastida. Tag'in qo'lini mana shunaqa ko'tarib olib ketishadi. Ham qo'lto'dan kelayotgan zapixga boru, odamzod bardosh qila olmaydi-da. Ko'ngli aynatadi. O'shaning uchun men hozir ajoyib retsept bilan bo'lishmoqchiman sasuvlar uchun. Mana vodorod peroksidini olasanlar 3% ligini. Men paxtaga yaxshilab qo'llaysanlar-da, bir yoq qo'lto'laring tegida yaxshilab shiqalar artasanlar. Ikkinchisini ham artib tashaverasanlar-da. Keyin qurigandan keyin xlorogeksidini olib, yaxshilab qo'llab, keyin yaxshilab artasanlar. Yaxshilab. Tag'in hilla yurmalaring sassiq bo'lib qolasanlar. Ana undan keyin qarabsanlar, qo'lto'laring sasimaydi, bijimaydi, noxushliklar kelmaydi. Bir haftada 2 marta qo'llalaring buni, iloji bo'lsa retseptni yozib ol.
O'zim o'rgili sassularimdan foydam tekanidan xursandman. Ushbu videoni qo'ltig'i sasiydigan tanishinglarga jo'natib qo'yasizlar. Yo'la. Bu uyda o'zim kelib bo'lib qoldim. Ovqatni ham o'zim qilaman, changni ham o'zim artaman. Tug'mi ham bo'la. Turqing qursin. Voy. Ay, tillatishib qo'yarsanmikin? Hozir ham o'rtashyapti-yu. Vinilni qo'yib olsammikin? Qaragandan keyin tishlar ham o'rtlashib ketar ekan. Ha, kelin. Necha kirlarni qo'lda yuvib qolibsiz? Kir mashina buzilib qopti oyijon. Obbo, yanami? Nima qilib bizdingiz? Voy, men buzmadim. Qamchilik bilmasam ekan. Ha, endi beli og'rimagan noishni ko'rdandek. Otangizniki bo'lganda ayab ishlatardingiz. O'zi siz darsingizdan sog' narsam qolmadi uyda. Meni ham o'ldirib go'rga tiqib yuboring. Yarim asrdan ko'p yashab qo'yibman. O'zi o'lib paytam kelib qoldi. Voy, bu bola chaqalida umrim o'tib ketibdi-ya. Voy, umrigina-ma. Qanday go'zal ayol edim-a. Qarib hamma joyim tugadi. Voy, yog'imdan bu yog'im yaqinlashib qoldi meni ham. Gapim yoqmay qolsin. Tirikchilik shuni qara. O'lsam qutulsa-da bu. O'ladigan ahmoq bormi? Shundoq uy-joylarni mana shu qachqangi kelinlarimga tashlab ketar ekanman. Yepti. O'laman. Sizlarni 10 tani o'ldirib keyin o'laman men. Yaxshiga o'lim yo'q. Tinchlikmi kelin? Qovog'ingizga boshqacha osilyapti. Hammasi normalniy. Ha, unda kulib yuring qovog'ingizni osmasdan. Siz burningizdan oshib gapirib bo'lmaydi-ya. Haftalab qovog'ingizni osib menga zavda qilib yurasiz. Jahl qilmay yo'l. Voy, top kelgan qizing qursin. Voy, sevmay yo'l. Uylanmay yo'l. Jon Baydimning qizi. Tinchlik. Peshoning nastroyenasi-yu. Oyizlarga qovog'imni osib yurganmishman. Kulib yurindi. Bundan ortiq nima qilay, Hoshimjon aka? Tursam o'poq, o'tirsam so'poq. Har doim men ichimdan kamchilik topaveradilar. O'qrayib qaraveradilar. Faqat zahar gaplarni menga gapiraveradilar. Tinchlik bormi, yo'qmi oyizi dastidan bu uyda menga? Qara, nimangizdan indamasam, oyimni yomonlayapsan, menga kirib olib, a? Mording pisib qolma, qamash menga kirib olib, onam haqida gapirmagin, nerimni buzyapsan. Quloqni qo'yib olgin. 10 ta tuqqaningni ham ko'kingga deb qaydaveraman, tushundingmi? Menga ona afzal, ona muhim. Qalay junding? Voy, astag'firulloh. O'zimni erimga gapirmasa, boshqa kimga gapiraman dardimmi? Siz ham aytib qo'ying. Yo'q, chekingni gap qaytaraman. Erkak deyman o'g'lim, erkak. O'zi har doim xotin yomon. Oya, yaxshi o'tiribsizmi? Yomon o'tiribman, nima edi? Ne asabiylashyapsiz? Sani xotiningga burnidan oshib gapirib bo'lmaydigan bo'lib qopti. Bitta gap gapirsan bir haftalab qovog'ini osib yuradi. Yo'qot ko'zimdan bunaqa xotinni. Bo'ldi, endi oyi, pashchadan fil yasab ayb topurmang xotinimdan. Qo'ldan kelgancha xizmatingizni qilyapti, sizga gap qaytarmayapti-yu. Voy, tushunmadim, sen hozir xotining tarafini olsanmi? Ha? Yo, senga onadan ham xotin ustun bo'ldimi, ha? Xotin quli. Voy, men o'g'ilmas xotin quli tutgan ekanman. Xotiningni ko'tiga kirib olhammi? Latta. Voy, boshlanma. Voy, men seni ne umidida tuqqandim, boqqandim, katta qilgandim. Onasini tarafini olsa erkak, xotinini tarafini olsa xotin quli. Xotiningni ishdan bog'ichi bo'lmaydi. Nimaga hayot bunchalar nohaq? Xotin quli. Hoshimjon aka, Ha? nima ovqat qilay? Oyimdan so'ra. Hoshimjon aka, Ha? oyim adamlarnikiga bir kunga borib kelsam maylimi? Oyimdan so'ra.
Hoshimjon aka. Bugun ikkalamiz aylangani boringlar. Oyimdan so'ra. Oyjon, Ha? anaqa men universitetga topshirib o'qimoqchi edim-da. Ha, siz oldin evlab, meni o'qishimda o'qib qo'ying. Voy oyjon, siz o'qishingizda 2 yildan beri o'qiyapman-ku. Oh. Voy, o'qib olim bo'lamidingiz? Bo'pti, boring, eringizdan so'rang. Hoshimjon aka, Ha? anaqa men Tashkent Perfect universitetga topshirib o'qimoqchi edim. Hozir hamma reklama qilib maqtayapti-ku. Kontrakti ham arzon ekan. Balkim grantga kirib qolishim mumkin. Rosa shu universitetda o'qigim kelyapti deb bitta omadimni sinab ko'rib topshiring. Ruxsat berasizmi? Oyimdan so'ra. Yo, men o'zi kimga erga tegganman? Sizgami yoki onangizgami? Hammada shunaqami yo bitta mendanmi? Voy. Voy. Nima bo'ldi oyjon? Voy, men o'lib qolaman shekilli. Voy, men o'lib qolaman bolam. Voy, tavba deng oyjon. Voy, davleniyam yomon oshyapti kelin. Terapet nimagu? Dorilaringizni olib beraymi? Voy, qo'ying shu dorini. Ichimam apteka bo'lib ketdi. O'lib qolsam, Chig'atoyga onamni yoniga qo'yinglar, hamma. Xo'p oyjon. Faqat menga qarang. Qabrimni atrofi usti chakalinzor bo'lib yotmasin, hamma sababi biza. Har hafta borib tozalab turing. Da borgan odamni bari dili ochilsin, deyman dey. Gulingiz kelsin. Boring, endi ovqatingizni qiling. Voy. Bo'g'ozim dedi. Voy, menga hozir o'lim tiladimi? Voy, hozirdan qoning kelsin. Hay, keling. Assalomu alaykum. O'rtoqlar, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Kelinni yurishini qaranglar. Hamma to'yga yetib yuribman-da. To'yga kelin ko'yni bilan ketigan tufli olyapman. Tufli. Chunki balandboshni kiyolmayman, o'shaning uchun kiyira olaman deb yuruvdim. Hamma tayyorgarlik ko'rgan o'rtoqlarim, tanishlarim, sochini kestirgan, bo'yagan, tirnoq qo'ygan, hamma o'zgacha tayyorgarlik ko'ryapti, lekin keling. Voy, o'zim onalik keting, Xudojon. Menga qarang, endi baxt bunaqa mol dunyo bilan o'lchanmaydi-yu, to'g'rimi? Hay, Xudojon, sen nafas olib gapiring, meni ham eshiting. Xudo, hay. Voy, o'zingdan qoning kelsin. Voy, apting qursin. Nima bo'ldi oyjon? Yergina yutqursan-ya. Nazaringga uydirga chuqur. Oyjon, tinchlikmi? Voy, qaynagachingizni qaynonasi. Sarpada toza bagima idishlar qilmabsiz qizingizga. Men zolimda bunaqa dishopka idishlar bilan mehmon kutmayman deydi. Shunaqa dedimi? Ha? Menga qarang kelin, eng zo'r bagima idishlarni qayerda sotadi, sizcha bilasiz bunaqa narsalarni. Bilaman oyjon. Sarpamda olganman-ku bagima 002dan. Yuring, sizni shaqqa boraman. Shunaqa qiling. Shu hozir boringlar, shu kapalligini ham dastavka qilib yuboring. Voy, apsiz qurmasin kelin. Siz meni qayerga olib kelishni bilasiz-da. Menga mana bagimani joy yo'qotdi-da kelin. Voy, yo bismillah. Bular italyanskimi? Voy, bularning hammasi italyanskiy oyjon. Bular ham juda qimmatdir-a. Oyjon, siz xavotir olmang, Zahro opam o'zlari sizga chiroyli narx qilib beradilar. Umringizda baraka toping. Baraka topsin Zahroxon. Antani ham bir ko'ringlar-chi. Yuring. Mana bular dubayskiymi kelin? Bular dubayskiy oyjon. Mana menga bunisi yoqyapti-da. Siz tuzurog'ini oling, yana to'qqiz sovuq qudam shundan ham ayb topmasin. Bo'pti, yuring, chinaryolarni ham ko'ramiz. Nima oyjon, bu o'shaganlaringiz Chexiya bilan germanskiy. Og'irligidan bilinyapti kelin. Qo'y, taron sindirib qo'ymang. Yuring naryoga. Yo'q, men zamondan orqada qolib ketganman kelin. Yo'qki, zamon meni quvlab yeta olmayapti. Mana bu fojillarni qarang-da kelin.
Tavba, shunga endi napitkalarni shampanskilar quyib ichadi-ya. Bir-biridan chiroyli, ko'zingni quvnatadi, yashnatadi. Xo'p, nima qildi va? Boshim qotvatdi-yu va. Oyjon, siz o'zingizga yoqqanini ma'qulini tanlang. Ay, menga yoqishga yoqyapti, lekin pulichi kelin. Pensiyam bilan levi pullarimni bundoq qo'shib chatsam ham ozgina qimmatli qilyapti-de. Oyjon, birinchidan Zahra opam narxini kelishtirib beradilar. Tinch yashagin faqat. So'rachi, u qaynotangni tursuv-pursuga bormikan? O'yin. Bir komplekt dasturga qilib yuboraman-de. Ay, kelin. O'zim o'rani sizdan shirin kelinim. Voy, uloqasin uzilib qoldi-yu. Voy, mana o'zi qilyapti. Alo. Ha, Hakima? O'zim aylanib ketdim, uzilib qoldi. Nima deb aytuvdim? Ha. Voy, menga bermasangiz kimga berasiz qizingizni, Hakima? Voy, turib qis qurmasin. Hisob turing, o'tirib oling. Podrobno gaplashamiz. Ha. Endi aytmoqchi bo'lganim, Hakima. Mani o'g'lim Satimboy, juda aqlli, esli xushlik toparmangina bola. Voy, mani o'g'limga bersangiz adashmaysiz. Endi men ketadigan bo'lsam, Hakima. Voy, mana men kelin churganimga 2 yil bo'layotgan bo'lsa, biron marta hali shu paytgacha kelinimni san demaganman, ishonasizmi? Burnidan oshiq gapirmaganman. Voy, men hech narsa talab qilmayman. Voy, 11-12 gacha, abadgacha uxlayveradi, ishonasizmi? Voy, g'ing demayman. Voy, osh-ovqatni ham o'zim yugurib qilaman, kelindan talab qilmayman. Endi meni eshiting, Hakima. Mabodo qizingizni sog'inib qolsangiz har hafta. Voy, ana boring, har kuni ham jo'nataveraman, hammi. Voy, meni uyimda xizmatkorlar ishlaydi. Qo'lini issiq suv tugur, sovuq suvga ham urdirtirmayman, hammi. Menga shu eri bilan qo'sha qarib baxtli yashasa, bir eting nevaralar tug'ib bersa, mendan baxtli odam bormi, eting, Hakima? Endi o'zimni oilam haqida gapiradigan bo'lsam, bizning oilamizda 1 gram ham g'iybat yo'q. Voy, men tug'ilib dunyoga yaralinmanki, shu paytgacha inson zotini g'iybat qilmaganman. Inson zotini yomon demaganman, Hakima. Voy, menday joyga bersangiz, voy, menday qarinasi bo'lsa, voy, bu baxt-ku qizingizga baxt. Shu odam qaloqib qo'rqmasdan. Bo'pti, unda ertaga boramiz eshigingizni supurgan pulchilikka. Bo'pti, mayli, sog' bo'ling. Bo'pti, Hakima. Qochon mani ko'chada ishlarim bor. Nima qilibdi? Chiqmaysiz. Sen jinnimsan, och eshikni. Yo'q, ochmayman. Uyda o'tirasiz meni oldimda. Onasini aytsin. Sen unaqa haqiqat bo'lasan deb o'ylamadim bor-u. Kamosh. Yurasalim, uxlaydi. Yo'q, uxlamaymiz. Yomon charchadim bor-u. Men uxlaymasan, tepamda qarab o'tirasan, yur. Yo'q, shu yerda qarab o'tirmoqchiman. Ko'zlarim yumilib ketyapti. Kamosh. Sen nima qilsan? Hidingizni hidlayapman. Hoshimjon aka, bo'yningizdan bitta hidli. Tupoy, anta oyim bor. Nima ishim bor? Bitta hidli, bitta. Qo'ysan, toming joydami, qoch-ey. Ay qizim, sizga pirojnoy olib kelganman, yeysizmi? Yo'q, oyijon, yemayman. Negadir sizni ko'rsam yomonam ko'nglim aynib ketyapti-de. Voy, o'lingnaga. Bilmasam, oyijon, sizdan iltimos 5-10 kun qaqqadir ketib turing. Voy, ha bo'ladi bolajonim. Sizni palajoningizni 100% tushunaman. Xolajoningizga ketib turaman, bo'ladimi? Oy. Ketaveringmi bolam? Ketavering oyijon, xayr. Mayli, yaxshi qolinglar. Oh, shukrlar ham bormi deya mani boshimda. Navaram eson-omon tug'ilib olsa bo'ldi. Hoshimjon aka. Ha? Yaxshimisiz? Normalni. Voy, emillamasdan tez-tez yuring kelar. Voy. Dabro pashalir. Endi Viktorjon bo'lam. Igor. Endi Viktorovich. Ha, shundoq gapim eshitib bo'lmay tur. Это моя невестка. У меня есть один сыночек. Bolam bor, bitta o'g'lim bor. Они живут
Вместе birga yashashyapti-da. 5 let, bolam, 5 let. 5 yil bo'ldi. Siz o'zbekcha gapiring, bemalol tushunaman. Voy, o'li. Voqea aytsam, qiynalib o'lyaptim men. Shu desang, meni kelin jonivor tug'mayapti 5 yildan beri. Orzu havasini to'y qilganman. Mana boqqim keladi. Eko qilarkansan. Shu kelinimni bir tekshirib bergin. Mayli, bitta analiz topshiring. Voy, bo'ldi, qop, shunaqa qilaylik. Shirinligini qara. Voy, agar bosh kelinim tug'sachi, senga bosh oyoq sarfa qilaman. Xo'p, mayli. Turing, analiz topshiring. Xo'p bo'ladi, oyijon. Voy, xo'p-e. Baqiradi bu. Nima bo'la, bu kelinimni litrlab qonini so'rayaptimi? O'zi qoniga ham qoni qolsin. Voy, ha kelin, nima bo'ldi? Ikki qat akansizmi? Bo'ldimi? Tug'akansizmi? Voy, oyijon, o'zi endi analiz topshirdim-ku. Bo'pti, yuring. Viktorjon bolam. Igorjon. Men uchun Viktor. O'zi manani. Avvalo Xudo, keyin meni sani sababchi qilib, mana sani Eramet Eko klinikada meni kelinim homilador bo'ldi. Tabriklaymiz. Sarfa 5 to'yda bo'ladi. Bu xamir uchidan patir Viktorjon. Kelinim Irinaxon bilan ani garchi choylarni damlab olib, boshqa qo'yib olib, sho'rlatib, yizlamash shokoladdan bo'ptimi? O'zim onaniki qo'lingni duo qilaman. Ilohim amin. Menga yordam berding, Alloh o'zi senga yordam bersin. Sog'lik salomat bo'ling. Allohu akbar. Eramet Eko, baxt biz bilan tug'iladi. Emotsiya bo'ladi, mana undan qo'y bo'lish kerak. Masalanga ko'zda kulib turadi-da, mana ko'zi chiroyli ekanlar. Oyni qulurmagin, borgin, gaplashtirgin. Momoni ham hal qilgani qo'ymaysiz. Bor endi. Qaruchi anaqa senga aytmoqchi bo'lgani, odam qichuv narsa-da, baribirga ham qaraganda fayda borish kerak-da. Ko'rindoq qaragan vzgladlar, qalbi. Shu mana shunaqa kadrlarni shunaqa olamiz endi. Oyni ziqi bording lekin bo'ldi. Gaplashtirgin ularni mana. Nima dodingiz? Unaqa gaplardan kelaveradi. Voy, oyijon, bilmasdan talinga sindirib qo'ydim. Hozir kichkina o'g'lim Satimboyni uylantirishim kerak-da. Yuragiga qo'l solamiz. Voy, bolam, qayerga ketyapsan? Ko'chaga oyi. Keyin borasan, ko'chaga o'tir, gap bor. Nimaga tinchlikmi? Ha, tinchlik, o'tir. O'tir deganda o'tirsa. Nimaga? Endi bolam, yoshingni qara. Katta yigit bo'lib qolding. Uylanishing kerak. Sen tengi og'aylaringni qara, bolalar maktabga chiqyapti. Men ham bir navara boqqim keladi. Bolalaringni shu tirikligimda katta qilgim keladi. O'shaning uchun uylan bolamda qo'yniga yoqadigan bo'lsa, sovchilikka boraman. Qo'ysangiz shoyi. Yo'q, chiqma. Voy, bolam, onang ketmasa kimga aytasan? Yuragi kimgadir jizillagan bo'lsa, onam ashqisi sevib qoldim desa, shu sovchilikka borib rozi qilib kelaman, bolam. Aslida-chi? Bittasi bor. Yo'q. Hozir manani ketdi. Chiroyli bolamda. Ismi nima? Lobar. Lobar? O'zi ham lobargina qiz bo'lsa kerak. Qayerda turadi? Shu yerda. Qayerda o'sha yerda? Ha, qo'shnimiz qizi Lobar. Qo'shnimiz Lobar? Voy, men qutim desa cho'lani qizi Lobarmi? Seni kallang joydami? Kelib shu cho'lani qizini sevib qoldingmi? Meni sharmanda qilib. Kelib shu cho'lanikiga sochlikka chiqamanmi? Nima baqirasiz, oyi? Endi yuraydi. Sen yuragiga kichik sani. To'qqiy qo'shsin sani. Men yetgan qizga uylanasan, bo'lmasa xotin-xotin yo'q. Uylanmayman bo'lmasa. Bo'lmasa tog' otib ket uylanmasdan, qahqish ketgungacha yur. Sevmayver, yuragingga o'tsin. Turqiginang qursin sani. Voy, kelib shu cho'lanikiga sovchilikka chiqishim qoluvdi. Uylanmayman. Uylanmayver. Chiqa. Turqing qursin. Voy yuragim. Voy yuragim. Hay kelin. Voy kelin. Voy Valerian kam katta edi ya. Qatiq. Qaymoq. Sariyog' svejis keldi. Ay bola. Qaymoq yeysanmi? Yo'q, qaymoq yeyman, kerak emas. Turqing qursin. O'zing turqing qursin.
kesli malaka keldi mana svejilari. Hay master, svej keldi olasanmi? Sotilmadimi? Sen mana territoriyamda nima qilyapsan? Bu yerda saniki maniki deydigan narsani o'zi yo'q. Eplagan qandin ursin. Oppoqqa. Voy. Voy bitta ham sotilmadi-ya. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hey qizim, Ha, 1-2 so'm puling bormi? Yo'lkalamga pulim qolmay qoldi. astag'firullah. Tog'a, ko'zingizga millioner xotini bo'lib ko'ryapmanmi? Voy kambag'aldan sadaqa so'raysiz-a? O'zi qaymog'im bitta ham sotilmay o'tiribdi. Hech bo'lmasa yeyishga biror nimang bormi? Qornim yomon ochib ketdi qizim. Ey, jasuq odam ekansiz-da. To'xtab turingchi. Nima bor? Bor ekan mana. Men non bilaman, qaymoqni. Tekizib yeb olarsiz. Rahmat qizim. Qani bo'lmasa qo'lingni bir duoga och. Men sana bir duo qilay. Ha, shunaqa qiling. Ilohi amin. Amin. Tez kunlarda mana shu sut qaymog'ingning orqasidan boyib ketgin. Alloh hamisha yuzingni yorug' qilsin. Amin. Obloh. Alloh akbar. Voy. Qani uchol? Ey. Oh. Rashmil. To'xtala. Hammaga yetadi. Bir qator bo'lib turib olamiz. Qani ochib bilan. Bir qator bo'lib. Kecha mendan qattiq olayotganlar. Nimaga? Voy o'zim o'rgilib ketdi. Shoshmanglar, hammaga yetadi. Hammaga yetadi. Voy, sotilmadimi? Sotilmadi. Ajab bo'lsin. Bitta narsaga men umuman tushunmayapman-da. Qanaqa qilib odam 3 oy ichida shuncha narsani olib tashlashi mumkin? Shunaqa boy bo'lib ketishi mumkin. 3 oy oldin ham yurding-ku, kedoyvatcha. Voy, oltin olma duo ol deyishgan ekan. Men Xizr buvani duosini oldim-da, o'rgilib ketdi. Qayerda ekan o'sha Xizr buva? Meni ham hozir olib borasan. Meni ham olib borgin. Olib borasan. Qayerda yur, ketdik, hozir boramiz. Baloni 5tasini yebsan, Xizr buva sandagi pastkashlarga duo bermaydi. Duo bersin. Ketdik. Burada yaxshilik qil. Voy, va qo'libman. O'tirmasdan boramiz. Naqa qilma. Bo'ldi, endi ko'mash qachongacha arazlab yurmoqchisan? Boring bo'ldi, sizga ishonmayman. 2 oydan beri tog'ga olib boraman deb aldaverasiz. Aldamayman, bo'ldi. Erkakcha gap, zudda yur. Indinga tog'ga chiqib ketamiz, kelamiz. Kelamiz. Rostdanmi? Aldamaysizmi? Voy, zudda yuraman masalan. Kelamiz, chiqib ketamiz indinga. Hadi-chi. Yes! Voy oyog'im. Voy belim. Voy o'lsam o'lib qo'ya qolmadim. Oy, tinchlikmi, nima bo'ldi? Yo'q, tinchlik emas. Shu Grijada bolam. Voy, sanlarni tug'ib katta qilaman deb shu oyoq bellarim ham odo bo'ldi-ya, mana qara. Shu meni indinga doktorga olib borib kelgin bolam. Bugun olib borib kelsam bo'lmaydimi, oyi? Yo'q, indinga olib borasan. Nima bugun emas, nima ertaga emas? Yo'q, doktor qabuliga indinga yozilganman. Ha, biror zarur ishing bormi? Yo, tuqqa onangdan ham muhim ishing bormi? Yo'q, просто indinga silishkim zarur ish bor edi, oyi. Voy, 9 oy qornimda ko'tarib it azobida tug'ibman seni-ya. Voy, 5 yil emizman bolam, ha? Onangdan ham zarur nima ishing bor seni turqiy qursin? Voy, xor bo'ldim men. Qariganda xor bo'ldim. Oxirida bunaqa xor bo'lishimni bilganimda, tug'may o'lib ketsam ham mayli edi-ya. Voy, bittasi xotin puli xotinni ko'tarib kirib ketgan, o'li kerak emas.
Voy onani yaratmasin ekan deb, bu onani yaratmasin ekan. Voy bu farzand tug'ibni umidlarda katta qilar ekansan, rohatini ko'raman deb. Bo'ldi, oy yig'lamang, bo'ldi, olib kelaman. Yo, aniqmi shuni ayt menga. 100% oyi. Voy o'zim o'rgilib ketay bolam. Voy tuqqanlarimga roziman bolam. Hozir. Taga borasa. Plani o'xshamaydi. Oyog'im. Hay qizim. Labbi adajon. Bir pila choydan bering. Xo'p bo'ladi. Anaqa adajon, anu ustalaringiz-chi, sizni oldingizda-chi, o'zlarini ish qilgandek ko'rsatishadi-da. Siz yo'q bo'lib qolsangiz, yalpib yotib olishadi. Yana bizga kelin, obyektimizga, o'jinimizga go'shtli ovqat qilib bering deb qo'yishadi. Yo'q. Shunaqa qilishyaptimi? O'zlari bitta ham ish qilmasa, yana ovqat talab qilishadi. Voy, parazitlar. Naqs bular bor. Bolasini ko'rsataman. Ay kelin, obedga nima ovqat qildingiz? Maskara qildim oyijon. Ha, yaxshi, siz o'ring unda. Oyijon, eshitdingizmi? Yo'q, nimani? Anu qo'shnimiz Hakim poqi bor-ku, sizni rosa g'iybatingizni qilibdi oyijon. Anu qizini 4 ta ko'rpacha bilan eriga berib yubordi, yana karillashi olamni buzadi debdi. Hakima-ya? Siz kimdan eshitdingiz? Anu kuni ko'chaga chiqsam, kelini bilan gaplashib qoluvdim. Kelini aytib qo'ydi. Voy, o'zingdan qoning kelsin, gadoyvachcha. Zato men unga o'xshabchi, qo'ni-qo'shnilardan, qarindosh urug'lardan tilani yurib qiz uzatganim yo'q, hamma. O'sha-da. Voy, ishtoni yo'q, tizzasi yirtovga kulmay o'lsin. Hozir men bu Hakimani go'shini tutaman. Voy, oyijon, faqat mana eshitganingizni aytmang. Voy, sizligingizni aytaman-mi, kelin, qizimisiz? O'zi bu Hakima asabimga tegib yurdi, deya oxirgi payt. Boshqa joydan sabab topaman, shoshmay tursin. Bekor aytdim-ku. Hoshimjon aka, nima qilyapsiz? Azoyim qarz so'rayapti bir oyga. Shu azog'ingizga doim qo'lingiz bilan pul berib, oyog'ingiz bilan yugurib olasiz. Sen erkaklar ishiga aralashurmi? Nimaga ekan? Aralashaman. Murding buzib qo'yman, gap qaytarma menga. Agar oyimga aytadigan bo'lsang, ko'mish, bo'kirtirib uraman, tushunding? Yo, tushundingmi? Qarab turmang. Xo'p. Keldi meni turq sovuq. Assalomu alaykum adoy. Tinchlik? Voy, men tug'may o'li. Voy, men o'g'il tuqqanmash, ko'tarim turib tushsa bo'lmasmidi-ya? Yo, tayyor tuyda turgan pulni ham olib chiqib beradimi? Yo, men uyda ustida ishlatib, videoga yetkazolmayman, bu parazit pulni olib chiqib berganini qaragin. Onlayni. Ahvolni qaragin. O'zi mazasi yo'q. Yo, men azbo tog'ini kafilligini olmaganman, tushundingmi? Hozir shu pulni joyiga olib kelib qo'yib qo'yasan. Priyami сейчас. Bo'lmasa bergan sutimga rozi emasman. Qamosh! Zolim qaynona. Ja, xotiningiz oldida qashaqlab turibsiz? Oyi? Ha, ish pishga bormaysanmi sen? Hozir ketaman. Ha, bordimi sen? Nima qilib turibsan xotiningni pinjida? Yu, sen ham tez-tez. Ketdim. Yo'l, xotin quli. Hay kelin. Ha, bu rakvini o'lguryapti, chek bostirib yuboribsiz. Men mana aprel chistolda yaxshilab yuvinchilikka ketkazadi. Xo'p, bo'ladi oyijon.
Voy, ha bu ona o'lgur o'rgatmagandan keyin mana talab qilaman bu kelindan. Voy, bu tapchkalarni taxlab qo'yishni ham bilmaydi bu kelin jonivor. Voy, beparasatgina kelin olganman deyman. Urdi xudo, urdi. Voy, mana bularni turishini qara. Voy, voy meni xotin quli o'g'lim har kuni Brusliga o'xshab, brus qilishi, turli qilishi biladi. Lekin mana brushatga jonivorni taxlab qo'yishni bilmaydi. Farosati yo'q bu uydagilarda. Voy, moldan farqi yo'q bular. Mana buni yotishini qara, buni taxlab qo'ysa nima qiladi? Yo faqat men yashaymanmi-kina bu uyda. Kelin olgan odamga ham o'xshamayman. Voy. Shu kir solaverib, shu kir mashinamni ham oxiri mana buzishdi. Hay, kelin. Labi oyijon. Hay, menga qarang kelin. Siz 4 ta paypo bilan 2 ta tuzuvni qo'lda chayib qo'ysangiz, qo'lingiz uzilib tushadimi? Meni kelinlik davrimda mana bu kir mashina degan narsa bo'lmagan. Tog'ora kilolab kirlarni qo'lda yuvganmiz, o'lib qolmaganmiz. Uzr oyijon. Voy tavba, beli og'rimagan non ishini ko'r. Bugundan boshlab kir mashinada kir yuvish yo'q. Kirlarni qo'lda yuvasiz. Tushundingizmi? Olib chiqing kir tog'orani. Ay kelin. Men mana aprel ruchnoy parashoda yuving kirlarni. Tag'in ruchnoy kir yuvib qo'llarim yorilib ketdi, g'ashimjona ketib jali baqib yurmang bolamga. Bu ani qo'lni yorib yormaydi bu parashot. Keyin ani kirlardan ham priятный hid kelib turadi. Faqat iltimos ekonom qilib ishlating, bu jonivor ham yarim kunda tugab qolmasin. Shiqalab yuving. Bir kir mashinani qadriga yetasiz. Xo'p bo'ladi oyijon. Oy, mashina qilib adabini berish kerak-da bu kelinlarni. Tag'inam mencha yaxshi qaynonamni aytibdi. Farishta deyman. Voy, abdila qurmasin sizlarni. Oyijon? Ha? Boshqa supurgi yo'qmi? Bu supurgiga nima qilibdi? Biznikida boshqacha supurgi ishlatilardi. Sizlarnikida boshqacha ekan. Supurgining ham farqi bor ekanmi? Ay, kelin. Labi oyijon. Chang ko'tarilyapti-da. Shunda hovliga 4 ta chelakda suv sepib boring. Sizlarnikida chelakda suv sepiladimi? Ha, nimada sepilish kerak? Biznikida shlankada yuviladi. Yaxshi-da. Voy, astag'firullah. Voy, bu kelinga kimdir aytamikin, bo'ldi sen erga tegding, endi seni uyushya deydigan odam bormikin? Yur, beparosat. Hay bolam, bu o'tlarni shunda to'plaginda, ana qo'shnining moliga olib chiqib bersa, yeb oladi, xo'pmi? Oyijon? Ha? Sizlarnikida o'tni mol edimi? Ha, sizlarnikida odam edimi? Biz musliga tashlab yuboramiz demoqchi edim. Mana senga olam xonim. Voy, bo'kkuningcha tiqib yeva. Oyijon? Ha? Nima qilibsiz? Voy, qo'llarimni o'ynatib sayratib, xonim pishirdim kelinjonim. Go'shtsizmi? Ha? Nima edi? Biznikida ko'p go'sht solinadi. Sizlarnikida go'shtsiz qilinadimi? Ha, go'shtsiz qilinadi. Chunki biz vegetarianmiz. Siz ham bugundan boshlab go'shtni unuting hamma. Endi siz haqiqiy xonadoningiz mana shular bo'ladi. Vegetarianlar oilasiga xush kelibsiz, kelinjonim. Endi men bir umr go'sht yemaymanmi? Oppa, irim-sirim boshlandi. Assalomu alaykum oyijon. Voy bu, kelardingiz bu keyingi hafta. Bitta bozorlik qilib kelish shuncha qiyinmi? Hayron qolaman, tavba qildim. Voy, uzr oyijon. Ancha qolib ketib qoldim. Mana nima balo? Pampersmi? Ha, pampers oyijon. Siz pampersni nima qilasiz? Qaysi pulga oldingiz? O'zimni yig'ib qo'ygan pulimga oldim oyijon. Siz bergan pulga emas.
Sizni kallangiz joyidami kelin? Hali tug'ilmagan bolaga ham narsa ko'tarib keladimi? Voy oyijon, irim qilmang. Rosa ham ko'p mamashalar Smart Baby pampersini menga maqtashdi. Chaqaloqga allergiya bermas ekan, terlatib yormas ekan, bolajonim? Voy astag'firullah. Siz avval bola tug'ing. Bolangiz ishton-ishtoniga bajarib qo'ysin. Tan undan keyin bilamiz de. Kim nima desa ko'tarib olib kelasizmi? Hali tug'ilmagan bolaga hech narsa olib bo'lmaydi, kelin. Voy oyijon, yaxshi niyat qilib oldim. Niyatingizga tupurdim. Voy. Ha, endi sizlar hamma narsani bilasizlar. 10 ta tug'ib katta qilib qo'ygansizlar-ku. Biz qayerdan bilardik? O, bolajonim kevasachi. Hamma narsasini qator-qatorlashtirib tashlamaymizmi, a? Voy, uzr oyijon. Sizdan so'ramay olib qo'yibman. Endi bola tug'ilsa, siz bilan maslahatlashib olamiz-da, ha? Hali xudo xolasa, nevarajonimni esirama bag'rimizga bosmasa, hamma narsasini boshdan oyoq ota-onangiz qilib beradi, a? Nima? Ajoyib yangilik. Pensiya tayinlash tizimi Alo. Ha, master tuzimisan? Yo, eshitmadim, tinchlikmi? Voy o'li. Voy, nima bo'lib qopti? Ha? Tinchlik kim o'lib qopti? Voy, kecha to'ygida-yu, o'rtoq, qanaqasiga o'lib qoladi? Voy, chatoq bo'pti-de, master. Ja yaxshi odam edi-de, shunaqa bir istarali odam edi-de, jalka ketibdi, o'rtoq, jalka. Ha, oyi, kim o'tib qopti? Ha. Voy o'rtoq, voy bolam chaqam deb yashadi-de mana shu odamda. Hech bir ro'shnolik ko'rmadi, faqat bosh qiyinchilikdan chiqmadi-ya. Mana qarab, do'p cho'ponlarni tayyorlab turgan. Voy, hech ham hazm qila olmayapman-de. Voy, shunday odam o'lib ketaveradimi-ya? Kim o'lib qopti? Voy, qisib tur, gaplashmali. Voy, bo'ldi o'rtoq, menga umuman endi qizig'i qolmadi. Ha. Yo, o'rtoq, men tushunmayapman-de. O'tgan seriyada ham tirik edi-yu. Yana ertalabdan choy tayyorlash kerak. Boshlandi uy ishi. Odamga o'xshab dam olmayman. Hozir chiqib boshlaydi yana qayinnam zahrni sochishi. Bir tasavvur qilib ko'ringlar. Hayot teskarisiga aylanib qolsa, qanaqa bo'larkin-a? Voy, kelin, yaxshi yotib turdingizmi? Soat 10 bo'ldi. Qachon choy ichamiz? Hozir kelin. Mana kelinjon. Men ko'k choy ichamanmi, oyijon? Voy, uzr. Hozir qora choy damlab kelaman, kelin. Uzr-a. Nima qilyapsiz, oyijon? Voy, hammom tozalayapman, kelin. Men ichki kiyimlarimni yuvib qo'ying. Xo'p. Voy, imilamasdan tez-tez bo'ling, kech qolyapman. Voy, mana hozir kelin. Mana. Olib keling. Anaqa, kelin, bugun o'rtalarim bilan gap o'ziydi-da, shunga 2 soatga borib kelsam maylimi? Voy, yengi qayinaga gapni pishirib qo'ydimi? Qo'ni qo'shnilar nima deydi? Qaynasi kelinning xizmatini qilmay ko'chma-ko'cha yuribdi desinmi? Siz odam bo'lmas ekansiz-da, oyijon. Bo'pti, 1 soatga ruxsat. Faqat uylarni tozalab, yalab, yulqab, cheki-cheki qilib 1 soatga borib keling. Tushundingizmi? Xo'p, kelin, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi o'tiribsizmi, oyijon? Voy, yaxshi borib keldingizmi, kelin? Nima ovqat qildingiz? Yengilgina sho'rva tashab qo'ydim, kelinjon. Voy, men sizga osh qiling deb ketdim-ku. Voy, o'li, osh deyapmi deysiz? Siz bir oyijon odam bo'lmas ekansiz-da. Yo'q, qulog'ingiz garaymi? Shuncha gapni kimga gapirib ketdim? Mehmonlar keladi, osh qilib turing kelgunimgacha deb ketdim-ku. Yo, men qaynona olmabman, o'zimga ajal olibman. Uzr, kelin. Qachon qarama shu meni gapimni teskarisini qilaverasiz. Hamma qaynonalar ham xato qiladi-yu, kelinjon. Bo'ldi, charchadim. Ana, ko'cha to'la qaynona. Boshqa qaynonani olib kelaman, indamay qisib xizmatini qilib o'tiradi. Kelin. 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 Qisib turing. Nima? Bog'da bulbul sayraydi. Chaman ichran.
voy shom bo'lganga o'xshayding chamar ichram voy yuragim chimirlaydi Takkarada qilqur bezordi shu odamni. Bir ashuna aytganini qo'yasizmi? Ilhom ham qochdi. Men nima qildim? Qolida turgan bolani ham ko'rmasa, yo'l shap ko'r. Voy, mana qaranglar endi. O'zini yuritib, bir yerga osilib yuribdi. Yo'l fohsha. Voy, mana bunisi 10 seriyadan beri homiladorlik. Alo, oyi. Nima qilyapsiz? Voy. Xonamga kirdim hozir ishlarim qilib. Voy, короче. Qaynonam shunaqa asabim o'ynadi deyishibsiz. Boya kunduz bozordan keluvdim. Yaxshi niyat qilib, mana Smart Baby degan pampersdan olib keluvdim bolaga. Keyin o'rtoqlarim ham keyin ko'p mamashalar maqtagan ekan. Terlatmaydi, siz bu pampers deyishdi-yu. Shunaqa irimchidek, bilasiz, oyi. Irim qilib, tug'ilmagan bolaga nimaga pampers olasiz deb jinnis tutib qolsa bo'ladimi? Voy oyijon, men sizni pulingizga olmadim, o'zimni yiqqan pulimga oldim desam ham tushunmayapti-de. Voy bilmadim, oyi, men bu xotin bilanchi uzoq yashay olmayman, jinni bo'lib qolaman, ishoning. Yo'q, men jinni bo'laman, yo'q bu xotin jinni bo'ladi. O shunaqa nervimni boru, bo'lib ham mana taksi ko'zimda bildingiz-ku, shunaqa qaynonamni yomon ko'rib qoldim. Ey xudo ilohim, ish qilib o'xshab qolmasin deb bo'lam shu xotinga. Yana nimamush? Beshigini qovurdoqlarni olib kelarmish sizlar. Voy boshdan oyoq hamma sarpalarni sila qilib berarmish sizlar. Nevara bularniki, yo bola bularniki-da, lekin sila qilib berarmish sizlar. Zaril shtuli, yepti. Yomon nazar ochdi meni qaynonam oyi. Voy, to'xtab turing, buni rosa gap oladigan odati bor. Voy, nima gap, asalim? Bugun 8-mart. Sani bayraming ekan. Men seni ushbu bayram bilan chin yurakdan tabriklamoqchiman. Men senga lегкий emas, takoy kim sovg'a olib qo'yganman, jonim. Go'zalim, bilasanmi? Sen menga kulib qaraganingda meni kayfiyatim sirazi ko'tarilib ketadi. Bilmadim negadir. Ko'zlaring boshqacha-da. Seni sevaman. Чересчур sevaman. Слишком sevaman. Короче, hozir oldinga ketyapman. Krasavitsa bo'lib tur. O'zi krasavitsasan, seni Xudo bekam go'zal yaratgan. Bugun grev, короче. Bugun kunimni senga bag'ishlamoqchiman. Aytgan joyingga olib boraman. Ketyapman oldinga, asalim. 8-mart bayraming bilan. Tayyor tur. Hozir ko'rishamiz. Master, arkadaşım. Nasılsın? İyi misin? Turklik kursun. Voy o'rtoq, men maza qilaman Turkiyada. Mana kel dedim, kelmading, qara mana. Voy, mana dengiz, voy, atrof qara chiroyliligini. Kuyib ol. Mana qara o'rtoq, mana mehmonxonamiz mana dengizni ro'parasida joylashgan mana. Ko'rasizlarmi? Chiroyliligini qara, bari diling ochiladi. Voy, shu desang maza qilib aylanmayman. Hech ketgim kelmayapti. Faqat bitta no tomoni bor ekan. O'ta erkaklari suyuq oyoq ekan-da. Ko'chada aylanib yursang shundoq ketingdan tushib olar ekan-da. Hay aşkım, çeçegim deb yuraverar ekan. Ay, meni erim bor desam ham, çok güzelsen, aşkım benim, aşkım deb yuraverar ekan. Voy, Hoshimjon yugurib keladi oldimga. Hey, bu mening annem, bor, git buradan deb. Xullas yurayona deb ketadi. Bu yerda ayollarning o'zi yurishi apasmi ekan, o'rtoq? Unga men bolalarimga kulyapman deb. Voy, bular mushukimni ro'mol o'rab qo'ysam ham sevib qolaverar ekan deyapman. Hozir gruppaga yozaman qizlarga. Er qidirib sarson bo'lmalaring, hamma er shu yerda ekan. Kesalaring hamma bittadan er topib qolasan deb. Bularcha xotin quli bo'lar ekan, xotindan qo'rqar ekan bular.
Qo'yaverasan de, mayli, o'z-o'zidan yurib keladigan qo'ymasin. Endi keyingi safar endi ani qizlar bilan bir kompaniya bo'lib kelamiz, hammamiz yig'ilib. Chiroyli joylari ko'p ekan, bilib oldim. Sizlarni olib boraman zo'r joylarga. Pensiyani yig'laring, pensiyani. Bo'pti, mana vaqtim yo'q sen bilan gaplashib o'tirgani. Bolalarim bilan Istanbulga aylanmoqchimiz. Bo'pti, sog' bo'l. Haliroq gruppaga yozaman. Bachadonimizda joylashgan. Endi bizda qabziyat bo'ladi, ichak tushishlari kuzatiladi. Operatsiya qildirib, bu bachadonni butunlay olib tashlanadi. Toza mushaklaringiz juda ham bo'shab ketganini hisobiga sizda bachadon tushi kuzatilyapti deyishgan ginekologlar va shu sababdan bachadoningizni olib tashlaymiz deyishgan. Qarang, biz siz bilan offline rejimda mashg'ulotlarni bajarib, toza mushaklaringizni yaxshilaymiz va bachadoningizni saqlab qolamiz. Rostdanmi? Shu trenajyor bilanmi? Ha, qo'shimchasiga er-xotin munosabatlaringiz ham yaxshilanadi. Mashqlarni qachondan boshlaymiz? Hoshimjon aka. Ha, qalaysiz? Normal. Bugun uyda hech kim yo'q ekan. Zo'rku. Rasm yo'qdimi? Unchalik emas. Minus 2 baho. Randir juda baxilsanda. Oyjon! Voy o'la, yurang yorvardingiz kelin. Oyjon, shok xabar. Voy, ha, adingiz o'lib qoptimi? Voy yo'q, astag'firullah dey oyjon. Bachadonimni operatsiyasiz saqlab qoldik oyjon. Shu shok xabarmi? Kimdir o'lsa, avariya bo'lib, mashinani tagiga kirib ketsa, uy-puyi yonib ketsa, mana shu shok xabar bo'ladi. Kelin. Oyjon, Fahriya xonim baraka topsinlar. Offline kurslarida o'qib, hayotim tubdan o'zgarib ketdi. Voqlar oldilariga borsam bo'lar ekan. Operatsiya ham qilmadik. Erim bilan munosabatlarim ham yaxshi bo'ldi. Aytgancha, yana bitta shok xabar bor. Oyjon, siz yaqinda 3-marta babushka bo'lasiz. Homiladorman. Voy, bu yangilikni Hoshimjon akamga ketmasam bo'lmaydi. Nima dedi hozir? Tug'aman deydimi? Voy, ikkita bilan to'xtatsa ham bo'lardi. Filosofmi bu nima balo? Voy, ersiram yo'l. Mayli, nima bo'lsa ham umri rizqi bilan bergan bo'lsin, Alloh akbar. Nezdashda shuncha rasvot qilaman yana. Haqi keldim. Master, arkadaşım. Nasılsın? İyi misin? Türkçe kursun. Voy, o'rtoq, mencha mazza qilaman Turkiyada. Mana kel dedim, kelmading, qara mana. Voy, mana dengiz, voy, atrofi qara chiroyliligini. Kuyib ol. Mana qara o'rtoq, mana mehmonxonamiz mana dengizni ro'parasida joylashgan mana. Ko'rasizlarmi? Chiroyliligini qara, bari diling ochiladi. Voy, shu desang, jamaza qilib aylanmayman. Hech ketgim kelmayapti. Faqat bitta no tomoni bor ekan. Bu erkaklari suyuq oyoq ekanda. Ko'chada aylanib yursang shundoq ketingdan tushib olar ekanda. Hay aşkım, çeçegim deb yuraver ekan. Hay, meni erim bor desam ham, çok güzelsen aşkım benim, aşkım deb yuraver ekan. Voy, Hoshimjon yugurib keladi oldimga. Hey, bu mening annem, bar, git buradan deb. Xullas, yurayona deb ketadi. Bu yerda ayollarning o'zi yurishi apasmi ekan, o'rtoq? Unga men bolalarimga kulyapman deb. Voy, bular mushukimni ro'mol o'rab qo'ysa ham sevib qolaverar ekan deyapman. Hozir gruppaga yozaman qizlarga. Er qidirib sarson bo'lmalaring, hamma er shodda ekan. Kesalaring hamma bittadan er topib qolasan deb. Bularcha xotin quli bo'lar ekan, xotindan qo'rqar ekan bular. Qo'yaverasan de, mayli, o'z-o'zidan yurib keladigan qo'ymasin. Endi keyingi safar endi ani qizlar bilan bir kompaniya bo'lib kelamiz, hammamiz yig'ilib. Chiroyli joylari ko'p ekan, bilib oldim. Sizlarni olib boraman zo'r joylarga. Pensiyani yig'laring, pensiyani. Bo'pti, mana vaqtim yo'q sen bilan gaplashib o'tirgani. Bolalarim bilan Istanbulga aylanmoqchimiz. Bo'pti, sog' bo'l. Haliroq gruppaga yozaman. Tak, biz hozir Sulton Ahmed saroyiga keldik. Endi hozir ichkarilarni aylanib sizlarga ko'rsataman. Ishdan kiraverishda mana bunaqa katta kuchuk qo'lg'ilab yotar ekan mana. Ko'rdinglar?
Ay qoch-u, eshimali. Eshimjon, qoch. Qurgur, gap tushunmaydi bular. Qaranglar. Mana sizlarga tarix. Lekin bu yerda kirishlar besplatniy ekan mana. Bizda Registonga o'xshab platniy emas ekan. Registonga borsa, pul to'lab eshik tagidan oladigan ichkarida nafasigacha pul so'rashadi-yu. Xudo shukr, bu yerda unaqa emas ekan, lekin har holda ana ziyorat qiladigan joylariga pul olishmas ekan-a? Samarqanddagi Registonga o'xshab. Yo'q. Mana endi hozir biz onani ketdik, ichkariga kiramiz. Astag'firullah, erkak kishiga ko'ynak kiydirib qo'yganmi desam, ayol kishi ekan. Mayli. Tak, mana ko'rishingiz mumkin masjidning ichini. Yo oldin saroy bo'lgan ekan, hozir masjid bo'lgan. Hop, mana endi biz chiqib ketyapmiz. Shunday chiroyli joylarda hayollar buzilmasin, hayollar. Qirchanglar. Videoga olish pullimi? Yo'q. Pulmi? Ha, pul. Nech pul? 20 TL. 20 TL? 9.000 so'mga siz chiqdingiz olamanmi? Men chiqilmay olmayman, buraya. Sizni 150 mingta odam ko'radi-ya, istoriyamda-ya, tog'a, yana uyalmasdan 20 TL so'rashingizni qarang, insofingiz bormi? Tog'agina? Ha, balashyapti, balas. Eshim tog'ajon? Hello ding. Hello ding. Hozir brat cho'ta 20 TL ni uxlatmoqchi bo'ldilar. Kelib o'zbeklar lo'q bo'ladimi? Kelib o'zbeklarni kiydiradimi? O'zbek kiydirishi mumkin, lekin o'zbekni kiydirishsa qiyin. Endi o'zimiz O'zbekistonda Jaydari jo'xorisi bo'lmasa ham bilmadim endi qanaqa ekan mazasi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, xush keldingiz. Turkmisiniz, o'zbekmi? Turkman. Turkman. O'zbekcha bilasiz-a? O'zbekcha tushunaman. Ha, tushunsiz, yaxshi. Nech pul manbi? 30 lira. 30 lira. Ha. 30 lira bo'ladi, qancha bo'ladi shunda uloqasi? 100 dollar. Yumshoq pishgan joyidan bir dona bering. O'zbekistonda kashta. Voy, bizda bu itdan xor bo'lib yotadi O'zbekistonda. Qarang, mana shuni qo'yasiz buni. Yerga to'kilib. Kema bunaqa ochiladi bu. Shuni sotishadimi endi? Nech pulga sotasiz? 30 lira. 100 grammi, 150 grammi 100 lira. 150 grammi bizni pulga 3 dollar bo'lsa 40 ming bo'ladi. Ha, narxlarni yoz. 40 mingga olib yeyishadimi? O'rtoqlar, bu daraxtlardan O'zbekistonda yerga to'kilib xor bo'lib 100 gramm 10 tane jo'xori oldim. Qani, для интерес bor O'zbekistonnikda kelsa ham yeb ko'ramiz. Sog' bo'ling. Tashakkur. Sog' bo'ling. O'zbekka o'xshab ketar ekan. O'rtoqlar, bitta gap aytaymi? Bo'lmadi. Endi kritika qilish emas, to'g'risini aytishim kerak. Bizning o'zimizniki jo'xorisiga yetmas ekan. 1 dollarga oldim. Pulim ko'chada qolish kerak emas. Yeyman. Qaranglar, mana bu yerda bunaqa tojlar sotayotgan ekan, to есть boshga qo'yadigan искусственный 100 TL ekan, bu 3 dollar bo'lar ekan. Hozir men bitta boshimga oldim. Mana. Chiroyli. Endi hozir xo'jayinimga aytib buni oldiramiz. Hayot. 100 TL ekan, 3 dollar ekan. Ne kadar? 100 TL. 100 TL yok ya, 50 TL değil. 100 TL mi abi bu? Yazıyor o zaman 100 lira diye. 50 TL versem. Nima? 100 lira bak yazıyor 100 TL diye yazıyor. Bak gördün mü? Ha, ko'rdim, ko'rmasman, ko'rib turibman. Muomala madaniyati yo'qmi senda, bolajonim? Hadi seni kırmayalım. Qo'ychida berib qo'y. Aleyküm. Buni bir-biriga o'pishtiramiz. Sağ ol abi. Oldim. Qo'lidan. Malades. Biz rosa o'ynatdi. O'rtoqlar, qaranglar, biz qatga keldik. Mana kemaga chiqamiz hozir, bu yerda katta shou bo'ladi, restoran. 2-3 soat maza qilib hozir kemada aylanamiz. Qizlar bilan topishdik, Maftuna, Imona, bu yerda hammamiz birgalikda hozir kemada sayohat qilamiz. Sizlarga ichkaridagi taassurot bilan bo'lishaman. Metro Travel, rahmat Qo'taqon, biz maza qilyapmiz. Do'stlar, biz kemaga sayohatga chiqdik. Mana orqamda o'sha kema yurdi. Wow.
Judayam mazza. Mana qaranglar, bu ichi restoran. Hozir bu yerda shou boshlanadi, konsertlar boshlanadi. Yemaklar, ya'ni ovqatlar berishadi. 2 soat, 3 soat bu yerda aylanamiz. Qaranglar, bu. Mana Bosfor turi. Bosfor turi. Bosfor turi. Bosfor turi. Marmara dengizida Bosfor turi. Aha. Bu hozir Marmara dengizi. Marmara dengizi. Bosfor turi. Yaxta bor, krauzer o'zimizning kemalarda odam boshiga mana shuni aylantirib, yeb ichish, chiroyli bir вечеринка o'tkazamiz. Tushunarli. Ha, narxi keladigan bo'lsa 30 euro. O'zimizning narxiga 408 ming bo'ladi. Qilib berishda 408 ming. Boshqalarga qimmatga qilib berishadi. Bizlarni bitta o'zlari olib keldilar. Bizlarni taniganlari uchun arzon qilib berdilar. Zo'r osh ovqatlari, shoulari, kemada sayohat общий hamma 30 evroni ichiga kiradi. Mana o'rtoqlar. Bu yerda hamma rasmlarga tushyapti. Biz hozir eng cho'qqisiga chiqdik, kemani. Rasmlarga videolar olgani, rasmlarga tushgani. Hozir hammamiz yaqinlar bilan rasmga tushamiz. Xullas, обязательно Turkiyaga kelganda kemaga chiqmasdan ketmanglar. Tabriklaymiz! 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 Mana. Xuddi onamni tug'ilgan kunini nishonlayotganga o'xshayman-a, tavba. Bu yerda kemada tug'ilgan kunini nishonlashar ekan. Tanimasa ham hamma tabriklab, xursand bo'lar ekan. Hech kim tanimasa ham, lekin tabriklashar ekan hamma. Xursand bo'lib. Umringiz uzoq bo'lsin, xola. Er bormi? Qo'sha qaring eringiz bilan. Er yo'q. Qanday bu ersiz tug'ilgan kunni nishonlamoqda? Masalan, men erim bilan kelganman. Siz nishonlayapman. Sen hali erga tegmagansan-da. Qancha eri o'lib ketgan. Aka, bolam. Assalomu alaykum, oyi. Komosh qaytdi? Xotining ichkarida ish pishini qilayotgandir. Tinchlikmi, kayfiyating boshqacha, bir chamadon dollar topganga o'xshaysan. Ha, yo'q, qo'yaverasiz-da. Komosh nima qilsin? Idish yuvaman. Bo'ldi, короче, chemadonlaringni yig'ishtir, ketamiz. Qayerga ketamiz? Turkiyaga. Ikkalamiz 10 kun Turkiyada dam olib kelamiz, xotin. Rostdanmi? Aldamayapsizmi? Men seni biron marta aldamadim. Rostdan ikkalamiz ketamizmi? Ikkalamiz ketamiz deyman senga. Ha, kim qaqib ketyapti endi? Oyi, keliningiz bilan 10 kunga Turkiyaga ketamiz, dam olgan. Onani tashlab-a? Xohlasangiz yuring, sizni ham olib ketaman. Qo'ya, bolam, men tiriktirishni bo'lib nima qilaman? O'zing xotining bilan borib mazza qilib aylanib kel. Hamma bu uyda qul bo'lsam, xotining bilan kelguninggacha shu uy ro'zg'or ishlarini qilib o'tirib turaman-de. Ona izori yaratmasin ekan-de. Bolam dedim-a. Ne g'amlarni yedim-a. Shu ona oxirida lishni bo'lib qolar ekan-de. Nima lishni bo'lasiz? Oyi, yuring, dam olib kelasiz bizlar bilan deyapman-ku. Qo'y bolam, meni yetalaman. Men bormayman baribir. Gapirsan-a? Rostdan ham yuravering, biz bilan joylanib kelasiz. Shu senga yo'q desam ham, shu kelinimga yo'q deyolmayman-da. Mayli bo'pti, bilet olmanga ham bolam. Erta ketamizmi? Chemadonlarimni yig'ing. Voy, ular qolsin. Turkiyaning erkaklariga suyuq oyog'i. Ko'rimsizroq kiyimlarimni olib olaman. Voy, Turkiyaga boramiz endi, bolamni o'rnida bir maza qilib keling. Nima qilmanga jaqil qilaveradi? Dam olib kelinglar desam ham bir balo.
Baydenning qizini dastidan pashshalar ham qolmaydi-ya. Ay keling, qo'ying shu pashsha jonivorlar 1-2 kun yashasin. Oyjon, shunaqa shu pashshalardan allergiyam bor. Mani bo'lsa sizdan allergiyam bor. Nima deysiz? Yo'q, shu narsa o'ldiravering. Shu nima qilsa shu pashshalardan qutularkimiz a? Ay keling. Labe oyjon. Pashshani borib, urug' aymog'i bilan qirib yuboradigan texnika olib keldim siz uchun. Rostdanmi? Ha? Voy, meni pashshadan allergiyasi bor obunachilarimga aytman men. Bundan keyingi videoni bir qadrobni ko'rib olaylik, keyin yana tushuntir. 5000 so'm turar ekan, qaranglar. Buni ichiga suv to'ldirib, men ichidagi bir kukuni bo'lar ekan, o'zini ichiga solib, suv sobinda daraxtga ilib qo'yar ekansiz. Men shuni nimasiga keladi, qora pashshalar. Shu bilan qarabsizlarki, pashsha zotini qirib yuboradi. Hovlida o'tirasizlarmi, domda o'tirasizlarmi, shunaqa yayrab o'tirasizlar, na bir ovqatingizga ham qo'nmaydi, asabiylarga ham o'ynamaydi o'ng'illab. Keyin bu ani dachalarga qo'ysa ham juda yaxshi ekan, chorvoga chiqasizlar, dachalarga dam olgani. Dachani egalari ham olib ilib qo'ysa, kelganda dam oluvchi klientlar ham bir bag'ridili yayrab dam olib ketadi deyman-da. Men Telegram silka qoldirdim. Kiringlar, zakaz qilinglar. 10 talab uylarga zakaz qilib olinglar, hovlilarga jazo'r ekan. Voy, men bundan yana 8 ta olaman. Men kelinchiga suv to'ldirib ilib qo'ying daraxtga. Bay. Chakmiylar. Voy, tashlang shu sigaretni. Endi Turkiyaga kelgandan keyin faqat chakish kerak-da, oyi. Lazzatli qaring. Ya bismillah. Oy, men tanasiga hayronman-da. Bu yerda yoshi qari erkaklar juda ko'p sigaret chakar ekan. O'tkazib tushirib tushmaganiga hayronman, tavba qildim. Ayollar ham chakadimi bu yerda? Ha, chakadi, oyi. Obke mana bitta tortiychi. Qo'ysangiz-chi, oyi. Nima qo'yaganman? Sen chakasan, men chakmayman. Olib ketaman. Ona rozi, xudo rozi, obke. Qo'ying-a, oyi. Yuring, undan ko'ra ko'chaga chiqib Istanbulga aylanib kelamiz. Metro Travel bizga qanaqa sharoitlar qilib bergan, to'g'rimi? Qayerda aylanamiz? Sulton Ahmedga, Aya Sofiyaga boramiz, Qalatiga boramiz. Tak o'sha 50 topib olarman, oyi. Mayli, bolam, yur. Senga yo'q deymanmi? O'zim shirin bolam. Oh, meni erim olib kelmagan joylarga meni tuqqan bolam olib keldi-ya. Voy, men bunaqa joylarni ko'raman deb hech orzu qilmadim, bolam. Voy, men butun umrim qullikda o'tgan. Oh, sana adem meni jahor qilgandek bolam. Bo'pti, yur. Bir aylan o'z to'qim ichvaring. Ketdi. Buloy chiqurayman, o'z chiqaman. Oyjon, qayerga ketyapmiz? Oysha xolangiznikiga. Voy, bir Turkiyani bolam bilan bir mazza qilib aylanaman desam, shu oraga suqilib olib keldingiz, kelin. Men tiqildimmi yo'q? Bloger kelinim. Bo'ldimi Hoshim aka? Ha, bo'ldi. Bosdingizmi? Gapirur. Kechuv olmang, buyoqdan oling. Nima farqi bor, Komosh, gapirmaysanmi? Farqi bor, blogerman-ku, odamlar gapiradi, negativ yozishadi. Bosdim, gapir. Anaqa, oyjon, shunda reklamamni olib pul berganda, keyin mana shu ovqatlardan sizga pishirib beraman, xo'p? Yo'q, mayli, kutib turaman, olavering. Qorinam ochib ketdi. Bosdingizmi? Assalomu alaykum, meni kuzatuvchilarim. Menga hozir pul. Voy, adashib ketdim. Boshqatdan oling, Hoshim aka. Assalomu alaykum, meni kuzatuvchilarim. Menga hozir pul fabrika mahsulotlaridan mana shunaqa nima edi? Makilli urmagin. Atiq qilmayman, Hoshim aka, gapim esimdan chiqib qolyapti. O'zi siz maktabni zo'rg'a bitirgansiz-ku? To'rtta so'z evlab gapirolmaysiz. Tag'in reklamalar. Bo'pti, bosing. Sen oldin normalni tayyorlab ol. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. Bu ovqatlarni yemasiz. Bu dunyoga. Bo'ldi, tayyorman, qani ketdik. Assalomu alaykum kuzatuvchilarim. Mana bu ovqatlarni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Yo, qo'pol gapirib yubordimmi? Bo'lmadi, yemada. Hey, zig'ording, Komosh. Gapirsang, normalni gapir, bor, yomon erim o'ynayapsan. Nima baqirasiz? Do'langizni olyapsiz-ku. Hay, bugun ovqat yeymizmi o'zi? Bu qorin do'mbira chalib bordi-yu. Yana azgina oyijon, men o'zim sizga pishirib beraman shularni, oyijon. Yapting qursin. Hurmatli kuzatuvchilarim, bugun menga Bintu Umardan yarim tayyor ovqatlar keldi. Kelinglar sizlarga Bintu Umarni
obzor qilib beraman. Qizlajonlar, Bintu Umar Kitchen'da shaxsan Gulchehra opamni o'zlari o'quvchilariga salatlardan tortib ovqatlargacha, hatto pol fabrika mahsulotlarini birma-bir o'rgatib boradilar. Ko'rib turganingizdek, siz yarim tayyor mahsulotlarni 3 oy mobaynida bemalol muzlatgichda saqlasangiz bo'ladi. Hozirda Bintu Umar Kitchen'da kuz fasli kelgani uchun o'quv kursiga 10% chegirma e'lon qilingan. Undan tashqari pol fabrika mahsulotlarini qanday tayyorlash hamda biznesni qanday boshlash sirlarini ham birma-bir o'rgatib borishadi. Ana, montajim ham tugadi. Voy oyijon, ovqat pishirdingizmi? O'zim pishirib beraman dedim-ku. Siz reklamangizni kutib och qolib ketdingmi? Bloger bo'lgan. Hay bolam, yur ovqat yeymiz. Buningni kusiga och qolib ketamiz. Pul olsin, pul olsin. Shu pulni? Yo'q, hech narsa. O'yir o'zog'iga olib kirmanman-ku, anakonda. Baribir reklamamiz olib chiqdi. Ay, tuzumsizlar. Ay. Boshqozin kelinimni ichan qalaga olib ketmanman-de. Oyjon aylantirib keling. Rahmat oyjon. Sizniki oyjon qayerdan topaman? Oyjonim. Paxta qo'ymang. Yo'q, paxta emas, rost oyjon. Kim ichan qalaga olib kiradi? Qaydanasiz? Ben oyjon, qadrimga yetding. Yetaman. O'rtoqlar tuzukmisizlar? Oh, hello. Oh, hello. How are you? Are you fine? Where are you from? France. Bonjour. 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 Vous êtes magnifique. That's good. Wonderful. Are you traveling here? Can you speak English? Bo'pti, endi olayman. Xotin-xotin o'lgan shekilli. To'xtamay menga ko'zalaytiryapti. Qo'yma bunaqa. Qo'ymani bu sevib qoldi bu. What is your name? Fransuzchada isming nima degani edi? Jean. Jean. Without phone. Phone. Okay. You take photo. Kelin qarab turman bu Erkinjon rasmga olar ekan. Ay kelin, Erkinjon rasmga olar ekan. Ol. Shu Koreyani bolalariga jama hayron qolaman deb bular qizlarga o'xshaydi-ya, janozu bo'ladi-ya. Turishini qara bularni. Janozukkina bo'lib turishibdi. Where are you from? Japan. 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 Good. Oh. Sho'x bo'lmayken. Apting qurgur. What is your name? Daffy. Daffy? Yeah. What do you think about my country? Too beautiful. Beautiful. Kelishgan. Paxta qo'yma. No negative. No negative. That's good. Qira yuribsiz bu. Men turqin qurgilar bilan gaplashyapman-de. Chiroyli bola ekan. Mani g'iybatimni qil, o'zbekcha gapir. Olib beraymi? Bo'ldi, olib beraman. Say hi, how are you? My name is What's your name? Sasuke. Sasuke? Sasuke ekan, o'l. Sasuke deb eshitdim. Voy, afting qursin. Kelishgangina bola ekansan. Are you? Kelishgan very handsome. Hey, bolam, eshit. Handsome. You are handsome boy. Are you Kelishgan too? Kelishgan. We can translate this handsome. Kelishgan handsome. Yes. Yes. Okay. Rasm tushasan. Turjasan tush. Yeah. Kelishgan. Kelishgan. Sen kelishgan. Xotin top bo'tdan, ha? Yes. What's your name? I am a blogger. Blogger. Yes. I am an actress. You can see my performance on YouTube Really? and on my Instagram. Yes. And she is my daughter-in-law. Yes. Madosan. Durarigana bular. Mayli, omadlaringni bersin. Good luck, bolam, good luck. Okay? Take care, hamma. Rahmat. Rahmat deydi. Juda rahmat. Sog' bo'lgin. Sog' bo'lgin. Baqirmalaring qulog'imni ortib. O'tir, yarim. Hay, baqirma.
Baqirmasdan. Oyijon bosh og'riydi. Bo'ldi, shunaqa qilamiz. Men televideniyani xo'jayiniman, chiqaraman seni. Eshitilyapti lekin bizaga. Ha? Nima? Nima? Eshitilyapti, bizni gapirib ketishyapti aytyapman-da. Ha, tanishtiryaptim. Men o'zim tanishtiraman, tanishtirish shart emas, bolam. Xorazmdanmisizlar? Ha. Toshkentdanmi? Ha, yaxshi. Oydekkina bola ekansan, labdilaring. Oyijon, ko'ylak menga olib bering, oyijon. Nima olib bering? Mana shu ko'ylakni. Nariyoladan yaxshilar chiqib qoladi, kelin. Hamma yo'q, suqlanib qaravermang, tamom sharmanda qilib. Men bilan kimlar yurarkan-ey? Keling, oyijon. Ha. Buni qarang. Voy, mamamisi o'lib qoldi. Ha. Kelinim shunaqa raqqosa. Olib bersangiz shunaqa o'ynab beraman keyin. Yo'q, menga o'ylab nima qilasiz? Bolamga o'ynab bersangiz bo'ladi. Yuring, mayli. Kelamiz, yo'q, yuring, shundan aylanaylik. Uzora turibdi-sh, bolam. Senga nima bu? Uzora turibdi. Ketdik, oyijon, yuring. Mana bu bola tanish menga. Voy, men buni taniyman men. Elyor yaxshimisan, bola? Assalomu alaykum. Menga sneakers mengami? Rahmat, bolam. Mayli, men kelin. Kitob chiqmabsiz-da? Ko'ring, men bilan yursangiz och qolmaysiz, bolam. Rahmat, oyijon. Bo'ldi, oyijonim charchab qoladilar. Yuring, oyijon, yuring. To'xtab turing. Bo'ldi? Xo'p, endi ketdi. Yuring, endi ketdik, oyijon. Voy, ke bolam, sazing o'lmasin, ke. Selfie qil. Hozir. Maqtul qizim menga kamera. Mayli, olavering. Ha, bo'pti, to'xtab tur, yoshagansan. Jon, siz hammasidan chiroylisizda bu yerda. Shuning uchun hamma sizga qarayapti, oyijon. Yo'q. Kelin kuyovmisizlar? Qo'sha qari, baxtli bo'linglar, o'vali juvali bo'linglar. Xatga kiramiz. Mana shoh bor ekan, qarang, shoh bilan. Tushaylik rasmga. Hali shoh. Ana shoh o'tiribdi-ku. Anumi? Voy, apting qurgur yuring, men sizga olib boraman sizni. Oyijon, where are you from deylik? Ha? Where are you from deylik. Nima from? Where are you from? Ha, sizmisizlar? Ha, o'zbekmisiz, turkmisiz bola? Turkmisiniz? Benim kelinim suratga fotoga tushsin siz bilan. Foto. Ha. Shohda bu oyijon, nima boshqargan bu davlatlar. Shoh ham gado ham bir men uchun. Tushing, davay. Zaman şurada Ha, mana pastga tushamiz. Ke. İsmi nima bolam? Bunun kaynanası. Evet. Gelin. Ha, gelin, ben kaynana. Biz uyimizni boshqaradi bu kishi. Hani damat nerede? Damat uyda. Mehribali sadattır, sadatta yaşadığım. Ömrüm geçti muhabbette yaşadığım. Merve görse bunu da Ömrüm geçti muhabbette yaşadığım. Sağ bo'lgin bolam, mayli. Salom. Sağ bo'ling. Oyijon, Apting qurgur, yaxshi bola ekan. bu chi saroyni boshqaradi-ku. Ha, yo, bildim. Siz bizdan uyni boshqarasiz. Yo'q. Siz ham Bu shohda. saroyda hukmdor, uyda men hukmdor. Ada, oyijon. To'g'ri aytdingiz. Voy, men Diego xonimni ko'rib qoldim. Qanday? Mana bu Diego xonim, Santa Marisa xonim. Bu kishi-chi, erlarimi? Mana bu eri bo'ladi. Bular menimcha anaqa Italiyadan kelganda. Hello deyay, oyijon. De bolam, de. Assalomu alaykum. Hello. Yaxshimisan, Diego? What is your name? What is your name? Ghislaine. I'm French. French. From Paris. No, Lyon. Lyon. Good. He's your husband. No, my husband is. Very good couple. Very good couple. And he's your friend, maybe, right? Yes. And your wife. His wife. His wife. That's good. What is your name? What is your name? What is your name? What? Geneviève. Geneviève. Yeah. Ko'rding, fransuzchani yaxshi bilar ekanman. What is your name? My name is, repeat, okay? Yes. Qaynona. Kainona. Yes. Repeat. Qaynona. Yes. Good. Voy, aptilari kursi zo'r ekan bular. What? What? Country. My country here. I'm from in Tashkent. Tashkent. Yes. She is my daughter-in-law. D'accord. Daughter-in-law.
Bizlar inglizchani ham bilmas ekan bular. Hammanglar nima bo'lsa ham sog' bo'linglar. Oyijon. Okay, goodbye, bye bye. Okay, good luck. Goodbye. Oyijon, bibi, shuncha qanday gapirdingiz, oyijon? Voy, men ingliz tilini ham bilaman. Oyijon, men boshqa qo'yil qo'lim lekin. Молодец sizda, Men oyijon. maktabda yaxshi o'qiganman. Lekin qilib erga tegib ketmaganman men kelin. O'qiganman, til o'rganganman. Yozda necha marta aytdim, Kamolaxon kelinlarga o'rgataman desam, faqat dardi fikringlar mana shu TikTok, Instagram sizlar. zo'r bilaykansiz, oyijon. Qo'yil qo'lim. Yiqsin. Mani nomini rasmga tushgani yana keldi. Qoldi sizda. Meni tanidi. Men endi Fransiyada ham mashhurman, o'rtoqlar. Kulib tur, smile. Now we are friends, okay? Now we are Dugona. Dugona. Come. Stay here, stay. Okay, take a photo. Good. Merci. You are welcome. Welcome. Okay. Bo'ldimi Hoshim aka? Ha, bo'ldi. Bosdingizmi? Gapirur. Kechuv olmang, buyoqdan oling. Nima farqi bor, Komosh, gapiravermaysanmi? Farqi bor, blogerman-ku, odamlar gapiradi, negativ yozishadi. Bosdim, gapir. Anaqa, oyijon, shunda reklamami avvali pul berganda, keyin mana shu ovqatlardan sizga pishirib beraman, ha? Yo, mayli, kutib turaman, olavering. Qorinam ochib ketdi. Bosdingizmi? Assalomu alaykum, meni kuzatuvchilarim. Menga hozir Voy, adashib ketdim. Boshqatdan oling, Hoshim aka. Assalomu alaykum, meni kuzatuvchilarim. Menga hozir pol fabrika mahsulotlaridan mana shunaqa nima edi? Makilli urmagin. Atay qilmayman, Hoshim aka, gapim esimdan chiqib qolyapti. O'zi siz maktabni zo'rg'a bitirgansiz-ku? 4 ta so'zni evlab gapiraolmaysiz. Tamam, reklamalar. Bo'pti, bosing. Sen oldin normal tayyorlab ol. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. Bu ovqatlarni yemabsiz. Bu dunyoga. Bo'ldi, tayyorman, qani ketdik. Assalomu alaykum kuzatuvchilarim. Mana bu ovqatlarni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Qo'pol gapirib yubordimmi? Bo'lmadi, yemada. Ey, zig'ording, Komosh, gapirsang normalni gapir, bor, yomon yerim o'ynayapsan. Nima baqirasiz? Do'laysiz, ovozsiz-ku. Hay, bugun ovqat yeymizmi o'zi? Bu qorin do'mbira chalib yordi-yu. Yana ozgina oyijon, men o'zim sizga pishirib beraman shularni, oyijon. Apting qursin. Hurmatli kuzatuvchilarim, bugun menga Bintu Umardan yarim tayyor ovqatlar keldi. Kelinglar sizlarga Bintu Umarni obzor qilib beraman. Qizlarjonlar, Bintu Umar Kitchenda shaxsan Gulchehra opamning o'zlari o'quvchilariga salatlardan tortib ovqatlargacha, hatto pol fabrika mahsulotlarini birma-bir o'rgatib boradilar. Ko'rib turganingizdek, siz yarim tayyor mahsulotlarni 3 oy mobaynida bemalol muzlatgichda saqlasangiz bo'ladi. Hozirda Bintu Umar Kitchenda kuz fasli kelgani uchun o'quv kursiga 10% chegirma e'lon qilingan. Undan tashqari pol fabrika mahsulotlarini qanday tayyorlash hamda biznesni qanday boshlash sirlarini ham birma-bir o'rgatib borishadi. Ana, montajim ham tugadi. Voy oyijon, ovqat pishirdingizmi? O'zim pishirib beraman dedim-ku. Siz reklamangizni kutib och qolib ketdingmi? Bloger bo'lgan. Hay bolam, yur ovqat yeymiz. Bulingni kutsak och qolib ketamiz. Pul olsin. Shu pulni? Yo'q, hech narsa. O'yir o'zog'ariga olib kirmanman-ku, anakonda. Baribir reklamam zo'r chiqdi. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men sizlarga ozibda narsani aytmoqchiman. 2-3 yil oldin men bunaqa mashhur odam emasdim, lekin o'sha paytlar meni dildan yaxshi ko'rib, meni borimcha qabul qilib, men bilan qadrdondek gaplashadigan insonlarni men hech qachon unutmayman. Meni mana shu yuragimda qolib ketadi. Bir yaqin insonimiz bor edi. Ular Chorsida, bozor ichida, osh markazida ishlashardi. Ayollari bilan, kelayim bilan. Har borganimda shunaqa kutib olardilarki, bo'lmasa men hech qanaqa bir manfaat kutishmasdi mendan. Bir oddiy bir xonzoda edim, tamom. Shunaqa bag'ri keng, kichkinagina stoloviysi bo'lsa ham, bilmadim, shunaqa beg'ubor, mehmondo'st, shunaqa edi-da. Va mana oradan vaqtlar o'tib, hozir esa Kelesga ko'chib ketishgan, joyini o'zgartirishgan. Men tez-tez kelib turaman bu yoqqa. Leyla sizlarga ko'rsataman shu Alisher akanim. Ana shu odam. Alisher aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Qanaqasizlar? Charchamayapsizmi? Zo'r. Mazangiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Oshga. O'sha oshlaringizga. O'sha osh. Menga har doimgi desam siz. Muzo bo'lsin. Chiroyli qilib sizning. Bilmayman, men dam olaman bu yoqlarga kelsam.
hamma narsam, ishim, hamma narsa esimdan chiqib ketadi. Kelesi qayerda Alisher aka joyingiz? Shunday stadionni oldida. Stadionning ro'parasi. Stadionni ro'parasida ekan. Men ko'p kelaman, u lokatsiya bilan kelaman. Lekin ana bular joylari, mana bu yerda xolam o'tiribdilar. Mana shu yerda o'tirib, mazza qilib ovqatlanib ketaman. Zato men mazza qilaman, yaqinlarimni, qadrdonlarimni ko'raman. Menga shunaqa hayot yoqadi, bilmadim. Bo'ldimi Alisher aka? O, rahmat. Muhim bitta gapni aytmabman. Men syomkalardan chiqib o'sha paytda serial, kinolar syomkasida yurardim. Syomkadan chiqardim-da, chorsiga Alisher akaning yoniga kelardim. Alisher aka oshingizdan suzing derdim. Qornim och bo'lardi. Pulini ham olmasdi Alisher aka, rosa mehmon qilardim. Bo'lmasa men kimman? Mendan nima foyda? Unaqa demasdim, unaqa o'ylamasdim inson. Shunaqa xullas. Bizani kutib, ertalabdan beri. Osh o'zlari ovqatlanmabdi Alisher aka, keling. Oshingiz mazza. Bo'ladi. Men yeydigan. Sabr qilib telefon qilganmiz sizga. Bo'pti, mayli Alisher aka, xayr. Bo'pti. Xayr. Bizning safarimiz qaridi, biz ketdik. Alisher osh markazi. Rasmlaringizni ham ilib qo'yibsiz Alisher aka? Bo'pti, mayli. Xo'p. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum Murod aka. Aka tinchmisiz? Charchamayapsizmi? Aka, telefonlarimni ko'tarmayapsiz. Telegramlardan cho'ninglarga tiqib tashlagansiz aka. Unaqa bo'lmaydi, aka. 15 kunda qaytaraman deb olgansiz, 3 oy bo'lib ketdi. Yoki tushuntiring. Aka, mendan ana shunaqa palashayni, hozir qilib bera olmayman pulingni. To'g'ri tushuntirasan desangiz, aka, erkakmiz-a, tushunamiz. Unaqa bo'lmaydi endi, aka. Menga ham zarur bo'lyapti. Boshlab qo'ygan ishlarim bor, aka. Hali ham bermayapti meni Murod Sasso pulingni, Oyi, kiring boring ichkariga. Men pulni shunaqa sug'urib olaman, u eshak quloqda. O'zim hal qilaman, unga aralashmay kiring davomli. Hali shoshmay tursin. Bo'pti, aka, qarochi, tezlashtirib yuboring, aka. 3 kun srok, aka. Keyin xapalashib yurmanglar. Oyi, nima erkaklar ishiga aralashaverasiz? Güzellikli. Nima qilyapsiz o'yjon? Ha, kelin. Jo'g'dam zerikdi. Ko'cha-ko'chaga tushing desam, mahallada hamma ininiga kirib ketgan, tavba qildim. Unda birpas yotib dam oling. Ha, kelin. Bitta fikr kelib qoldi. Mana o'tiring-da. Ha, o'yjon. She'r aytishni bilasizmi? Ha, bilaman. Hozir ikkalamiz she'riyat kechasi qilamiz. Bilgan she'ringizni ayting chiqani. Xo'p, Erkin Vohidovdan. Hayqiraman tog'lar bag'ridan, gumbirlagan sado keladi. Ona yerning otash qa'ridan, o'g'lim degan nido keladi. Yomon emas, tuzu. Mana she'r degan bunda bo'pti. Eshiting, yo'qsa qarshi ichalasiz. Kim ne yozar? Kim ne chizar? Kimning ko'zi kimga suzar? Hech farqi yo'q. Qayda kezar? Yo'q otashda yo'q. Yo'q otashda yo'q. Ishq portlasin bom bom. Chal o'ynasin chal. Tiriling ling. Yo'q otashda yo'q. Ishq portlasin bom bom. Chal o'ynasin chal. Tiriling ling. Ali, yoqdimi? So'rajon, so'r. Rosa talantlisiz-da. Kelin-a. Shunda talantim bilan uyda o'tirib qoldim. Portlasin bom bom. Chal o'ynasin chal. Hay kelin. Labi oyijon. Ani pampersingizdan yana bitta pachka bering. Voy, yana nega?
Voy, hozir eshikdagi lo'li kelibdi-da. Qo'lida bolasi ham bor. Bay, ishtoniga bajarib qo'yibdi-ya, mana bu jibatdi. Savob bo'ladi, bitta berib yuboring. O'zi bitta lo'li kamidi. Hozir olib chiqib beraman. Ha, oyijon. Ha, kelin. Yana kimga olib ketyapsiz bu pamperslarni? Kimgadir berarman. Oh, chiq. Itlarga bor, eshiklarga bor. Ay, kelin. Ha? Ketdi kelin. Nima? Kelin emas, doim qizim der. O'zi qolib, mening g'amim yer. Tug'ib bergan menga shunday er, qaynonamni yaxshi ko'raman. Oyijon. Ha? Sizga zo'r yangiligim bor. Qanaqa? O'zingiz toping-chi. Topolmadim. Topib ko'ring. Nima, men sizga vangamanmi? Aytsangiz aytmaysizmi? Adam yana Xonsaroydan 5-uylarini oldilar. Nechinchi? 5. Voy, nima bo'lasiz? Adingiz bekor qolsa Xonsaroydan uy oladimi? Bilmasam. Ha, aytgancha Adam sizga mana bu sovg'ani berib bordilar. Nima bu? Bokal. Voy. Bo'ldimi, shumi? Maza qilib choy ichib yurar ekansiz. Voy, xursand bo'lib ketdim. Hidlariga to'yib bag'rimga bosa ekanman. Voy, menga armon bo'lib qolar ekan. Voy, o'lishimni sezgandek bolajonimga Smart Baby olib qo'yuvdim. Shuni ko'zim ochuvligida boring, kladopkaga kirib olib chiqing. Nima u, oyijon? Taglik. Boring, sanduqning ichiga solib qo'yganman. Shuni olib chiqing, ko'nglim xotirjam bo'lsin. Hozir, xo'p. Yaxshi niyat qilib oluvdim-a. Odam bu joni chiqishi ham qiyin ekan-a. Ayollarning 40 ta joni bo'ladi desa ishonmasdim. Voy, o'lib o'laverman, yashab yashamayman. Oyijon, topolmayman. Nega topolmaysiz? Sanduqning ichini yaxshilab qaradingizmi? Ha, qaradim, yo'q ekan-ku. Voy, qaqa yo'q qoladi. Bir o'g'irlab ketdim ekan. O'tga hafta qo'yib qo'yuvdim-ku. Nega yo'q bo'ladi? Shu yoqqa qo'yib qo'yuvdim-ku. Ya bismillah. Qani? Mana nima kelin? Ko'zingiz shart ko'rmi? Mana-ku. Bitta ish evlab qila olmaysiz-a? Voy, sizni dastingizdan bir xotirjam ham o'lamayman-a. Men o'ladigan bo'lsam, bu oila parokanda bo'lib ketadi. Tinchgina yashab qo'ya qoling. Yuring, o'zingga ovqat qilamiz. Men nima qildim? O'zimni shirin bolajonim. Seni kelishingni judayam kutyapman. Hali dunyoga kelganingda mana shu pamperslarni taqasan. Sen adajoning bilan rosa ham kutyapmiz. Voy, tushunmadim. Men 15 pachka pampers olgandim. 10tasi qayerga ketdi? Uyimizda o'g'ri bormi?